Assalom. Kitap o'qish munberiga xush keldingiz. Hozir anglaydiganınız Tursunay Yunusning Vatan Söygüsü nomli romani. 50-bob. Jur'at qaytib kelib, bir oila kishilari jam bo'ldi. Jur'atning xo'shligi olamchi bo'lgan edi. Bekar bo'lsa kelib, dada opsi bilan mungdishib ketadi. U yoqchaqda Zulfiya bilan Almas kun va tunlarni, uzoq yillik aslimalarini va yurakka o'rnab ketgan dardlarini so'zlash bilan o'tkazdi. Agar ashu yoshligimiz, muhabbatlik davrimiz qaytlangan bo'lsa, dedi Zulfiya ichidan o'kinib. Navada bu tunji uchrashishimiz bo'lgan bo'lsa, oldingizda tizilib o'ltirib, bir dona qip-qizil atirgulni sizga tutib, muhabbat izhor qilatdim. Siz-chi nima deb javob beratdingiz? Men, "Yo'q, bu aslo mumkin emas" degan bo'latdim, dedi Zulfiya. Rostmi? Zulfiya eriga erkilaganda qilgan bilan yanala ko'z yoshlarini to'xtatib ololmadi. Chunki uning muhabbatlik yoshlik davri loy suvdek o'tib ketdi. Shu yillar isit, guldek to'zg'an yoshligi, hasratga to'lgan kunlari. Shu kunlar qalbi muzlab, yuragi titrab, vujudi azobdan silkingan yillar. Almasning suratiga qarab, uni suyib, yuragiga tanqan kunlar. Ochiqida ashu surat bilan urushgan, mungdashgan kunlar. Ko'zlaridan umid bergi to'zib, qor shivirganda ushigan yupurmoqdek titragan chog'lar. Yolg'iz uyda Tangriga nola qilib, o'z-o'ziga, bu muhabbatmi? Bu so'ygi tushimi? Bu nativan yurakning intizorliqimi? Ey hayot, deb varqirashlari. Shu kunlarni unutish osonmi? Shu kunlarni nima bilan to'ldirg'ili bo'ladi? Otgan o'q, oqqan suvdek o'tib ketgan yillarni qaytarib kelgili bo'lmaydi. Buningga nima amal? Qadrlikim, dedi Almasning yuragi teximi etishib. Sizga aytsam, uzoq yillik azob oqibatni osonni unutib ketish tas ham mumkin emas. Biroq ikkinchi qitim fursatga ega bo'la olmagan ham bo'lolmaydigan nurg'un oshiq-ma'shuqlar bor-ku. Xudoga shukr, biz bu kunlarga erishdik. Siz men bilan xo'shlashmayli ketganingizda men nima bo'lib ketdim, bilamsiz? Yuragim ezilib, o'zimni bilolmay qoldim. Dardlarim palakka yetdi. Biroq mening azobim, mening dardim sizga yetmadi. Agar mening nidolarim sizga yetgan bo'lsa, sizmi bunchalik azobli xiyollarda bo'lmas edingiz. Bilsangiz, sizmi uzoq yil mening yuragimda yashadingiz. Zuhra ko'ngil yerimchiligimni to'ldira olmadi. Sizdek xo'shal qila olmadi. Kunlarim riyozat bilan o'tdi. Hozir bilsam, mening yuragimda sizning yuragingizda men bor ekanman. Endi sizdan o'tinay, sizdan tilay. O'tmishni unutishga tirishayli. Kechki bo'lsa-mu, baxtiyor turmushning ta'mini tetayli. Ma'qulmi? Zulfiya erining samimiy, saf so'ygi bilan aytgan so'zlarini anglagandan keyin vaqt hammani unutiltiradi deydi ekan. Biroq unutilmaydigan ishlarmi bo'ladi ekan. Sizga talpingan qalbim hargiz o'zgarib qolmadi. Men ham sizni yo'lingizdan ezib ketdingiz deb ranjimayman. Chunki 20 yil oz vaqt emas. Uning ustiga sizdek yosh, kelishgan erning shuncha yil yolg'iz o'tishi mumkin emas. Xudoga shukr, intizorlik, tashnoliq kunlarim bekorga ketmadi. Orzularimga yetganligimdan shodlanib o'taman. Kakkuk umr bo'yi sayrabmi o'z jubdini topolmaydi ekan. Biroq men kakkukdek sayrab, yig'lab yurib o'z yorimni topdim. Oxir sizga yetishdim.
Şundaq Zulfiye, yürekingizden maň orun bergeningizge rahmet. Menmo sizni ömür boyu söýümen. Sizmo maňa aşu ýaşlykdaky otdek muhabbetingizni gaýta begişlaň. Eýtiňçü, maňa pursat barmy? Almas Zulfiyaga teşnalyk bilen tikildi. Sizge pursat bolupdy kalmasdan belki ýeni hayat, bäxtlik turmuş bar Almas. Men bäxtlik ekenmen. Ömür wayat bu turmuşdan, hayatdan sizden razı dilbirim. Sizning hoşallygyňyz meniň hoşallygym, sizning bäxtiňiz meniň bäxtim, dedi Zulfiye naz istigna bilen beqip. Almasning jüregi hoşlukdan yayrap ketdi. Sizge mesle saladygan bir iş bar edi, dedi Zulfiye çyraýygy muň elip. Almas, qani eýtiňä degendek onuň közlerine qarap tälpündi. Bir güni keşligi Jüret öýge bir kyzyny başlap kirdi. Dep sözüni başlady Zulfiye işiniň barlyk jarýanyny birme-bir sözlep. Jüret başlap kirgen kız egiz boy, seриq çaş, zänger köz rus kızı edi. Zulfiye bir kızga bir Jüretge qarap neme qilishini bilelmey turup qaldy. Opa, bu kızning ismi Sutlana, dedi Jüret aradaki oňaýsyzlykny tögütiş üçin kızny tonuşturup. Zulfiye edep ýüzüden kızga hoşçaray açdy. Andan dastan taýýarlap çay demledi. O kızda kornuşdan eser yok, xuddi öz öýde oltyrgandek şundaq erkin edi. Zulfiye çay koyup ularning ýeniga kelip oltyrganda Jüret, "Apa, qaýdysyny qylyň," degan mäňede garaýtdy. Birak apsyda inkas ýoklugyny görüp ahir egiz açdy. "Apa, ikimiz ýürdik. Men bu kızny ýaxşy görmän. Şoňa aldyňyzga gelip geldim." Zulfiye bu kızny zatyly köňligi sygdyralmady. Musulman kız bolgan bolsa kaşki. Şunça çyraýlyk, gaýetlik Uýgur kızlary bar-go. Oglumnyň közi kor bolup kaldymy ýa-ki bu kız gaýmyk durup ketdimi? dep oýlap beýaram bolup ketdi. Bu kızny ýaktyrmagan bolsumy, hörmet ýüzüden kızga qarap goýdy-da, işkerki öýge kirip ketdi. O qanday qilishni bilelmey öýüniň içinde pirqiraýtdy. Eger o kızny ýaktyrgan bolsa, kelin qilishni makul görgen bolsa, çoqum birer körümlik beriş gerek. Birak onuň meýligi goýsa, hergiz unda kılalmaydy. Amma Jüret kız bilen paranlaşyp olturgaç, hädep apsyga qarap şerat kılatdy. Onu ahir bere şeytan ezikdirdi-mi, iradesiga xilap halda sandukny içip, çyraýly kızıl kutuga selengan altyn özükni patnosga goýdy. Bunu görgen Jüretniň çyraýyda hoşallyk, päxirleniş tuýgusy göründi. Zulfiye min testimeňip kıznyň qyşyga geldi-de, "Sutlana, bu ýüz görüş sowgasy, qabul qylyň," dep patnosny kızga sundy. Sutlana ittik orundan turup, "Rahmet apa," dedi. Jüret kapçykny içip kıznyň goluga üzükni selip goýdy. Üzük o kıznyň appak uzun barmakaga şunça yaraşdy. O kız Zulfiye'nin köz aldadyla Jüretni quçaklap söýüp goýdy. "Rahmet sizge Jüret," dedi. Olar bir azdan keyin teatr körgeli barymyz dep çykyp ketdi. Zulfiye bu gaplarni Almasga aýtyp etip, qattyk azaplanyp ketdi we ýygyr tindi. Men özümniň nime iş qılıp goýganlygymny, çoň hatalykka ýol goýganlygymny düşünüp ýetdim. Birak buny kimge aýtdyman? Qaramamsiz bu balanyň qılıp ýürgen işini. Taşkentde nini kızlarımız var. Ularning çyraýlyklygy, raýyşlygy, itaatçanlygy, qaynata, qaynanalaryny kütüşleri, erge bolgan hörmeti ajaýyp ýaxşy däňi. Birak Jüret balam azdy. Nime qılıp atgynyny es qılmay batdyman. Ular sabagdaşmyken? Ýok. Jüret o kız bilen keşlik bezmixanada tonuşup gapdyken. O qatnaş ministriniň ätibarlyk ýalğuz kızı eken. O güni kıznyň jigiti arak içip gärek mes bolup gapdy.
Şunun bilen Sutlananı koyup, başka 3 kız bilen disko oynap, o kızlar bilen qalmağını qalmapdı. Sutlanamı bir neçe rom karaqni içip, cüret olturgan jayga kelip, onun bilen paranlaşıp, onu billa oynaşqı taklif qıpdı. O cüret bilen billa tansı oynap, onunla çaplaşıptı. Şunun bilen mi boldu qılmay, sizni yaxşı görüp qaldım dep, apırıp üydü qonduruaptı. Әтсі егеті оны іздеп келіп, шунча түшендірсімі, ялвырсымы онымапты. Меніңше, бұл қызның егетіден өч еліш үшін қылаватқан іші. Бұл әхмәқ оғлымыз болса, о қызға кірішіп қалған кеп. Ішінің жарияны шу. Дегелеріңіз тоғыра, Зульфия. Ularning turmushi bək yuqori. Qizning ayrim dachisi, mashinasi shundoq ko'p puli bor ekan. Ular to'y qilgan taqdirdami necha kundan keyin jur'atni uydan qo'g'lab chiqaradi shu. Hey, balamiz nadonlik qilib qapti, dedi Almas beshini chayqab. Jur'at bilan obdanroq so'zlashib baqandiq. Bu balani o'zbekchada o'qitmay, ruscha maktabda o'qitib chatoq qiptiman. Til degan shundoq muhim narsa ekanki, u dilning oshquchi, millatning jeni, vujudi, barliqi, o'rib odati, milliy psixikasi ekan. U ruschada o'qig'ashqa mijozimi ruslarnikiga moyil bo'lib ketdi desa, bir nima desangiz, o'znikini rost deb turadi. Bu haqda necha qitim xizmat ishlasam, "Opa, bu mening shaxsiy ishim, sen aralashmag'in" deydi. Hay, dada mehri ko'rmidi deb kichigidan deganini qilib berib, cho'ng qilib qo'yibdiman. Bu to'yni qilib bermay amal yo'q o'xshaydi. Zulfiya, men gerçi o'g'limni kichigidan baqalmagan, tarbiya qilinmagan bo'lsam-mu, to'y shodliqidan bahramon bo'lishni, o'z qo'lim bilan to'yni qilib qo'yishni bakmi xohlayman. Biz jur'at bilan so'zlashib to'y vaqtini bekitaylik. O bu qizda ching turib olsa, bizda nima chora bor deysiz? Keyin ishni keyin ko'rarmiz. Shunda qilmaymi, bo'lmaydiganda qiladi, dedi Zulfiya hasrat bilan bosh chayqab. Eshik chekildi. Zulfiya eshikni ochdi. "Assalomu alaykum, opa." deb eshikdan kirib, opasini quchoqlagan jur'at dadisi Almas bilan qo'l elishib ko'rishdi-da, ustalga kelib o'ltirdi. "Choy ichamsan?" "Yo'q, qo'rsug'im to'q, opa. Kech bo'lsa-mu sizlarni yo'qlab ketay deb kelishim." "Yaxshi kiribsan, o'g'lim. Hozir texi ikkimiz sening to'ying to'g'risida so'zlashib Sen qandoq o'ylayapsan?" dedi Zulfiya uningga talmirib qarab. Jur'at opasiga norozi bo'lgandek bir holda qaradi. "Xato demagandiman, o'g'lim. Qandoq qilamiz?" "U ishimga sizlar boshqa turmanglar. Men to'y qilmayman", dedi Jur'at qat'iylik bilan. "Biroq undaq o'tayversanglar bo'lmaydi-da, bolam." "Nemishqa bo'lmaydi ekan? Necha yil bir uyda turayotganlarmi bor? To'y qilish shart emas, opa. Sen bizni hozirgi yoshlarni tushunmaysan. Doimla shundoq deganing bilan." "Bolam, biz degan musulmon, undaq turmush dinimizga, o'rib odatimizga xilof. Bo'lsa-ku bir musulmon qizi bo'lgan bo'lsa, beshimiz osmonga yetadi. Sening ko'nglingni deb shu..." Zulfiyaning chiroyi xafalikdan samandek sarg'ayib, lablari titrab ketdi. Shuncha tasdi cho'ng qilgan o'g'li endi hech kimning so'zini, hatto opasining so'zini anglamayotsa, endi nima degilik? "Bo'ldi, beshinglarni qatirmanglar. Mush uyga kelsamla shu gap. Sizlarmi, menmi xush bo'la olmaydi ekanmiz. Men qaytay", deb jur'at xafa bo'lganicha chiqib ketdi. Almas bilan Zulfiya bir haza o'ylanish ichida un-tinsiz o'ltirib qoldi. Har ikkisining beshi tashdek qatgan, yana qandoq ishlarning yuz beradiganligini o'ylashga jur'at qila olmaydi. "Yuragim sezib turdi. Bu ishning oxiri yaxshi bo'lmaydi", dedi Zulfiya hasrat bilan uh tortib. "Xudoyim buyursa, jur'at sog'-salomat to'y qilib olsa bo'ladi. To'y qilmayli bir uyda turayotganini o'ylasamla, ishim ochiq bo'ladi. Qoidasini qilib olsak, uy tutsa tutar, tutmasa bir gap bo'lar edi. Endi qanday qilarmiz?"
Köp oynanıp ketmang. Belki bu iş biz o'ylagandek unchubala ig'ir emasdi. Bu cho'nglarning bek ehtiyotchanligimiz tufayli qilayotgan g'amlarimizdir. Ishlar balki yaxshi bo'lib ketar, dedi Almas tasalli aytib. Hey, qandoq qilamiz? Xudoyim diliga insof berib qolar. 51 bob. Bir kuni kechqurun Jur'at sotlanani boshlab, "Apa, dada, biz keldik," deb kirib keldi. "Qani kelinglar," dedi Zulfiya ularni dasturxonga taklif qilib. "Ajab yaxshi tamoq ustiga keldinglar," deb birlagan o'xshagan poloni ochdi. "Almas, tez bo'ling, tamoq sovib qolmasin." "Mana hozir." Almas tazliq uydan chiqdi-da, Jur'at va uning yurgan qizi bilan ko'rishib, dasturxonga o'ltirdi. Ular gap qilishmasdan, qo'shiqni asta ishiltib, ovoz chiqarmasdan tamoq yeyishdi. Choynimi bir ikki piyoladan ichishdi. "Qiyni ilinglar, ozroq osh qoldi, tugab ketsin," dedi Zulfiya. Ular oshni oz-ozdan kichik taqsiga bo'lishib, yeb tugatdi. Meyve-chebilar yeyilgandan keyin duoga qo'l ko'tarildi. Biroq sotlana nima qilishini bilolmay, ularga o'xshash ikki qo'lini juplab tutib o'ltirdi-da, ular qo'lini tushirgandan keyin u qo'lini tushirdi. "Apa, dada," dedi Jur'at tamkin talaffuzda. "O'ylab baqsam, sizlarning g'iminglarmi to'g'ri ekan. Shunga sotlanaga xizmat ishlasam, u to'y qilishga qo'shildi." "Sotlana, sizlarning uydagilar to'y qilishinglarga qo'shildimi?" deb so'radi Zulfiya ansizligini bosolmay. "Apa," dedi Sotlana naxush bir tarzda ilibini tishlab. "Opam Mariya to'y qilishimizga qo'shildi. Biroq dadam, endi sen cho'ng bo'lding, kimga yotliq bo'lasan, nima ish qilasan, qandoq yashaysan, o'z ixtiyoring. Biz chirkavda to'y murosimi o'tkazmagandan to'y qilmaymiz," dedi. Demak, u qo'shilib ketmadi. Biroq kim bilan to'y qilish mening ishim, o'z erkinligim. Men Jur'atni yaxshi ko'raman. Almas bilan Zulfiya bir-biriga qaradi. "Undaqda to'yni qanday qilamiz?" dedi Zulfiya levini tishlab. "Ota-onamizning roziligini olmasak bo'lmas." Qiz bilmadim degandek qo'lini qisdi. Jur'at sal titit bo'ldi-da, taqatsizlik bilan: "Apa, amsi biz ketdik. Qoldi ishlarni oldirmay deyisharmiz," deb qizni elib uydan chiqib ketdi. "Ish chataq," dedi Almas bosh chayqab. "Qaraganda ish biz o'ylagandan yomondek turadi. Qizning ota-onasi xeyli ko'p talash tortish qilib, qizni gapga kirgizolmay, nima qilsang qil degan yerga yetganda qiladi." "To'g'ri deysiz," dedi Zulfiya. "Opam qo'shildi deganimi tayinliq deb qo'ygan gapdi. Ayol haq bir amal qilib, gapni agitib, silg'iroq qilishga, ziddiyatni pasaytishga tirishimiz. Demisimi, siz deganda qiziga gap anglitolmagan ota-ona nima qila oladi? Onasi qizimdan ayrilib qolmay deb, shundoqroq qiyofatda, issiqmi, so'g'uqmi emas pozitsiyada turgandu har qachon. Biz texi o'g'limizni rus qizi olaman deding deb norozi bo'lib yurganimiz bilan ularningmi bizni yoritishini atayin," dedi beshini chayqab. So'ning beshi lay bo'ldi. Ish beshidala ko'ngilsizlik bilan boshlanib qoldi. Oqibatini o'ylashqimi jur'at qila olmayapman. O'z qoidamiz bo'yicha musulmon qizi olgan bo'lsa, ularni zalga ko'chirib kirib duo qilatdik. Ko'pchilikka ko'rsatdik. Hey, bu balalar yoshlik qilib qo'yib amaliyotda ular nurg'un ishlarni bilmaydi. Har millatning tili, urf-odati, dini, dunyo qarashi, yashash usuli, hatto yemak ishmiki o'z oldiga bo'ladi. Bu jihatdagi ixtilof to'ydan keyin ko'rildi texi. Shunga bu to'yni qilgan taqdirdami uzoq uy tutib ketalishiga tazi ko'zim yetmaydi. Zodi qanday qilsak bo'lar? dedi Almas beshini qotirib. Ish bu yerga kelganda
qanda qilatdiq. Bo'pti. O'g'limizning qizning oldida beshi sangalab, g'ururi yerga urilmasin. Nima bo'lsa bo'lar. Boshqa kelganda ko'ramiz. Gunoh u qizda yoki uning ota-onasida emas, balki bizning bangbash o'g'limizda. Undaqda nahkatning o'ziga kelsak, tömürni qiziqida so'qib bu to'yni qilayli. O'g'limni beqib cho'ng qilolmagan bo'lsam-mu, inson umrining eng muhim, eng xushalliq to'y kunida ko'krak kerib, el jamoat oldida siz bilan billa qo'l bog'lab turadigan bo'lganligimdan xush bo'lyapman. Rahmat sizga, dedi Zulfiya xushxo'ylik bilan. Siz men eng ehtiyojli bo'lgan kunlarda yenimda turib, xalq olam oldida yuzimni yo'riq qiladigan bo'ldingiz. Ular xeyli vaqtcha to'y ishi to'g'risida so'zlashib, maslahatlarni qilishdi. Ham opasiga telefon qildi. Assalomu alaykum opa. Salomat turdingmi? Sana ikki xush xabar aytmoqchiman. Biri endi yolg'iz yashaydigan kunlarim kelmasga ketdi. Uyga sen o'g'lim deb og'zingdan tushirmaydigan orzuliq kuy o'g'ling keldi. Nemishqa baldir demaysan demsa? Seni ko'proq dam ilib olsin degan edim. Yana biri navrang to'y qiladigan bo'ldi. Atili yo'lga chiqaman dedingmi? Bak yaxshi bo'ldi. Oldinga chiqamiz. Mana telefonni o'ziga beray. deb telefonni Almasga tanladi. Almas o'zini o'g'lidek ko'rib kutgan qaynonasi oldida sal xijillik his qilib, trubkani qo'liga oldi. Opa, bu men. Shundoq. Ha. Jiratning to'y tayyorligiga tushdik. Ma'qul opa, amisa at ko'rishayli. Biz oldingizga chiqamiz. Xo'sh, omon bo'ling. Almas xijillikdan yuzi qizarib, terlab ketgan edi. U yuzidagi terlarni surtib, "Opam dunyoda kam tepiladigan ayol jumi. O'g'lim devidi, yuzim o't ko'yganda qizarib ketdi. Men opam bilan qandoq ko'risharman deb andish qilatdim. Yuragim endi o'rniga tushdi." "Ata, opam bilan qandoq ko'rishsiz kintan? Bir ko'ray", dedi Zulfiya chiqishib. "Ma'qul. At ko'rib turing qani." Atsi Almas bilan Zulfiya avtobus bekatiga kelganda, bekatda avtobusmi, odammi ko'p edi. Ikkilan avtobuslarga bo'yinlab qarashdi. Rayhon avtobusdan tushishiga Almas uning oldiga berib, cho'nqur ta'zim qilib, "Opa, keldingizmi?" deb uning bag'riga o'zini otdi. Rayhon bag'rida hayajon bilan turgan Almasning yenik titrashlarini, hayajonlangan turqini ko'rib, o'zimi holsizlandi. Uzoq yil ziydi bo'lgan yuragi nihoyatda ojiz so'qdi. Uning putlari titrab, kuch qolmagandek Almasga eslib qoldi. Almas onani chin tutib oldi. Ana bara-bara o'ziga keldi-da, "O'g'lim, bu rostilla sizmi?" dedi titrak ovozda. "Opa, bu men. Oldingizga keldim. Sizni qayt ko'rganimdan bak xushal bo'ldim. Endi sizlardan hargiz ayrilmayman. Meni kechiring, opa. Yana bir qitim meni o'g'lim deb chaqiring, bo'lamdi?" dedi Almas o'tinish talaffuzida. "O'g'lim, jon bolam, men sizni bak yaxshi ko'ratdim. Hozirgacha yaxshi ko'rib keldim. Hozir sizni ko'rib o'zimni bilolmay qoldim. Xuddi osmondan tushgandekla oldimda turibsiz mana. Sizni ko'rgan ko'zlarimga ishonmayapman. Tova, siz oxir keldingiz, o'g'lim." Atrofga shundoq nurg'un yo'lovchi yig'ilib, ikkilanga qarab turishganligini ko'rib, beab his qilgan Zulfiya, "Opa", dedi qo'lidan tortib, "Mangayli, hamma kishi bizga qarab o'tadi. Uyga berib so'zlashayli." "Qizim, odamning ko'zini qarashga yaratgan. Kishilar bizga qarasa qaraversin. Uzoq yillar ayrilgan o'g'lim bilan mening qandoq ko'rishganligimni xalq olam ko'rsin. Buning nimasi yomon? Mang qaranglar, hay xaloyiq, ko'ringlar. Bu mening o'g'lim. 20 yil ayrilgan o'g'lim. Bugun oldimda turibdi", dedi xushalliqni bosolmay. Bir necha yosh cho'kan uningga qarab,
Anacan, to'g'ri aytdingiz. Bola degan onaning yurak parisi. Uni 20 yil yutirib qo'yib, qandaqmi chidagansiz? Ajoyib chiroyli yigit ekan emasmi? Uni quchoqlab bag'ringizga chiqib bitsin, anacan. Sizlarga shodlik, baxtiyor bo'lsin, omon bo'lg'aysizlar, deyishdi kulishib. Bir necha oqsoqol bovaylar: "Poh, bugun Abdu vokzalda to'y bergidek xo'shallik ish bo'pti, xonim. Hozir uyingizga berib, qo'y so'yib, mehmon chaqiring, el jamoat bilan hamdastxon bo'ling. Bizmi borayli-da, ata rasa mehmon bo'lib, Qo'qonga qaytsaqmi bo'lar, ha?" dedi xushxo'ylik bilan. "Shundoq qilayli", deyishdi atrofdagilar. "Qani, katta mehmonlar, uyga marhamat, sizlardan qo'y aylansin, qo'lim ko'ksimda", dedi Rayhon ona xushal bo'lib. Teşekkür. Yegandak bo'ldik. Salomat bo'ling", deyishib, hammanglar taraf-tarafga tarqashdi. Zulfiyaning xushallikdan og'zi yumilmay qoldi. Ananing xushalligi cheksiz bo'lib, baxtiyorlik tuyg'usi bola mehriga tashna yuragiga malham bo'lgan edi. Ular uyga kelgandan keyin o'tgan yillardagi har xil qiyinchilik, dard-alam va sarguzashtlarni bir-birlab hikoya qilishdi. Birdam yig'lashdi, birdam kulishdi. Hayot naqadar sirliq, naqadar mo'l-ma'nolarga to'lgan, ha? Shuncha yillik sarguzashtlarni so'zlab tugatgili bo'ladimi? Biroq oxirgi birlashish, qayta jam bo'lish shodligi aytib tugatgili bo'lmaydigan hikoyalarni oxirlashtirishga qodir bo'ldi. Chunki xushallik kishini maftun qiladi, yuraklarni o'ynatadi, ruhni urg'itadi. Ayni chog'da yig'lab yosh qo'rmagan shu ko'zlardan amdilikda to'kilgan xushallik nurlari ana shu dardlarni yuyib etalaydi. Bu bir oila kishilari xushallikdan yayrab, tasma aldirash to'y tayyorligiga kirishib ketdi. Bag'oqlar taraf-tarafga mangdi. Telefonlar to'xtamasdan taraf-tarafga ketdi. Hamma ishlar taxma-tax bo'lib, shanba kuni kashda restoranning chaqqanroq zaliga mehmonlar liq to'shdi. Almas, qarashim, qardak oppoq ko'nglak, yo'lliq galstuk, beshida badam do'ppa, ustida qora zar yipda gullar tikilgan to'n bilan ajoyib salobatlik bo'lib ketgan edi. Zulfiya rangli xon atlasdan, Rayhon ana qora xon atlasdan ko'nglak kiygan bo'lib, ayollar bilan quchoqlashib ko'rishatdi. To'yi bo'lgan qiz-yigit o'ltirish uchun tayyorlangan 4 o'ringa Mavlon Xo'jayev, xonimi Mohidil xonim, Moskvadan kelgan olimlar o'rin olgan edi. Shiraga oq dasturxonlar selingan, non, sambusa, poshkal, tatliq turim, har xil mevalar tizilgan edi. Çaydan keyin arqa-arqadan qo'rdoq, noqut selingan sho'rpa, nirin, ügrilar har bir kishiga ayrim-ayrim keltirildi. Sahnada sozandalar intayin yenik musiqalarni çaldı. Tamoqdan keyin sho'x musiqalar chelinib, donliq raqqaslar kepinakdak usullarni o'ynab, to'yga shodlik qo'shdi. Egiz bo'y, oq yuzlik, qora qosh riyosatchi yigit sahnaga chiqdi. U: "Yuqorida biz naqsh kuylardan, raqqaslarning esil usullaridan hozir oldik. Endi ahamiyatli ishlar uchun do'stlar bilan birlikda shodlanamiz. Bugungi to'y ma'rakamiz xushallik bilan boshlanib, xushallik bilan davomlashyapti. Navbatda faxrlik olimimiz, jamoat arbobi, janobi Mavlon Xo'jayevni sahnaga taklif etamiz. Qani, sahnaga marhamat", deb Mavlon Xo'jayevni sahnaga elib chiqdi. O'ttiri bo'y, chochlari kumushdek oqargan, kichikina soqol burti o'ziga yarashgan, ko'zlariga ko'zoynak taqagan, qo'liga hosi tutgan olim asta-asta minib sahnaga chiqdi. "Assalomu alaykum, qadrli mehmonlar. Bugun xosiyatli to'yga qatnashganligimdan intayin xursandman. Qani Zulfiya qizim, yenimga keling", deb olim Zulfiyani yeniga chilladi. "Mana bu Zulfiya qizim mening uyimga 3 yoshda kelgan. Shuningdan keyin uni tarbiyamizga olgan edik. Oliy maktablarni bitkizganda Almas bilan to'yini biz ustida turib qilgan edik. Alloh bugun yana menga umr berib, Zulfiyaning o'g'li,
mening nəvri balam cürətning toyuğa qatnışışqa nesib etdi. Xoşallıqım şuncha köp, şuncha şadlanıvatımən. Tangri bu ailəgə şadlıq, xoşallıq nesib etsin. Cürət bilen kelinge bəxit, saadetler yar bolsun, dedi. Alqış sadaları yangradı. Almas bir patnosunu götürüp sahnege çıktı da Zulfiye'nin yeni tuturdu. Zulfiye mikrofonu qoluğa aldı. Qadirlik mehmanlar, men hazır qattiq hayacat ilkede turuvatımın. Men 3 yaşımda alim atam bilen Mahidil apamның aldığa kelgen edim. Şu vaqtda apam ikimiz intayin qiyinchilikda qalgan edik. Bovam Hasanjon bilan dadam 2. Dünya urushining oldingi sepida jang qilib atatdi. Apam ikimiz olim atamning uyiga kelib ko'p yaxshilik ko'rdik. Ular meni narasida vaqtimdan tortib, beqib o'stirib tarbiyaladi. Men buning uchun rahmatimni aytib tugatolmayman. Bugun qandoq kun bilamsizlar? Bugün 5. oktyabr Mevlan Xo'jayev bilen Mahidil xonimning to'y qilganligining 50 yilga to'lgan kuni. Qani, oddiygina sovg'amni qabul qilgaysizlar. Zalda alqış sadalari yangradi. Sho'x muzikalar uningga jo'r bo'ldi. Almas olimga zartun, beshiga do'ppi kiydirdi. Mahidil xonimga chet elning mari do'xavi paltosi bilan cho'ng ro'mol ortildi. Zulfiye, men bu azizlerimning ömrinin uzun, tininin salamet bo'lishini tilayman, deb ular bilan quchoqlashdi. Mevlan Xo'jayev intayin shodlangan edi. O yana mikrofonni qo'liga elib. Azizlerim, bugun to'y ustiga to'y, xo'shalliq ustiga xo'shalliq bo'ldi. Reyhan ailesi bilen bizning munosabatimiz insonlar orasida bo'ladigan eng inoq, eng pok, xolis munosabat. Bizning hech qanday qandoshlik munosabatimiz yo'q bo'lsa-mu, o'zimizni bir oila kishilari deb bilamiz. Agar insonlar mana mushundoq inoq yashasa, jannat mana mushu dunyoda mavjud bo'ladi. Biz Reyhanning yordami bilan Zulfiyaning farzandlik sho'xligi bilan nihoyat yaxshi yashadik. Qizlarim, sizlarga rahmat. Yana bir xo'sh xabarni aytsam, 10 kun burun qizim Zulfiya doktorlik unvoniga erishdi. Qizim Zulfiya, sizni tabriklayman, deb Zulfiyani otalarcha bag'riga bosdi. Zalda bir pas olqish, quchoqlashish, tabriklash, suyushish, sovg'a taqdim qilishlar davom qildi. Almasmo Zulfiyani quchoqlab, uni tabrikladi. Reyhan ko'zlarida yosh Zulfiyani quchoqlab yig'laydi. Almas Mevlan Xo'jayevning oldiga kelib, uni quchoqlab turib, siz bilan yana ko'rishgunimga to'liq xo'shalaman olim ota. Buningdan 20 yil burun bizning to'yimizni bosh bo'lib qilgan edingiz. Bugun yana ulug' ota o'rnida o'g'limizning to'yiga qatnashib berdingiz. Beshimiz ko'kka yetdi. Sizga ko'pdan ko'p rahmat. Sizga Allah uzun ömür ato qilsin, dedi. Rahmat. Bugun haqiqatan shodlanadigan kun bo'ldi. Sizlar uzoq yil ayrilib riyozat chekdinglar. Endi turmushning qadriga yetib yaxshi yashanglar. Zulfiyani jiningizda ko'rib asrang. Endi uning ko'zidan bir tomchi yosh oqmasin. Rahmat ota. Men sizga va'da beray, cho'qim shundoq qilaman. Siz to'yimizga to'y, xo'shalligimizga xo'shallik qo'shdingiz. Allah ömrünüzü uzun qilsin. Rahmat. Aradan biri ünlük aytdi. Qani sazandilar, sho'x kuylarga chelinglar. Naqsh qo'shaq yong'risin, usullarga tushayli. Sazchilar qiz bola yar, to'ylar muborak degan padalarga chelib, zal ichini chong keltirib atdi. Cho'ng kichik, qiyr yosh demasdan hammaylan o'tirg'a tushib, usul o'ynashdi. Ularga raxtlar ortildi. Potalar bog'landi, do'ppilar kiydirildi. To'y xeyl kashkicha davomlashib, mehmonlar rozi bo'lib qaytishdi. 52. bob. To'yning atisi tushdan burun Jur'at bilan Sotlana ota-onalarga salom berish uchun uyga keldi.
Ularning kayfiyati ko'tarangi, bakmo xushxuy ko'rinadi. Assalomu alaykum deb ular qo'lini ko'ksiga qo'yib ta'zim qilib kirdi-da, oldi bilan cho'ng opasi, andin dadasi va opasi bilan quchoqlashib ko'rishdi. Kelinglar bolalarim, dedi Zulfiya keng quchoq ochib. Opa, dada, cho'ng opa, sizlarga rahmat. To'y uchun ko'p jafo tortdinglar. Men intayin xushal. Kelin qizinglarmi shu? dedi Jur'at rozimanlik bilan. Jur'at rost aytdi opa, dedi Sotlanam. Biz bek xush bo'ldik. Sizlarga ko'p rahmat. Qiz yigit ular bilan mundishib o'ltirib, tushlik tamoqdan keyin ishlari borligini aytib, xo'shlashib chiqib ketdi. Ular shu kundan tortib kunda degudak do'stlari, saboqdoshlari bilan mehmondorchilikda bo'lib, cho'nglarning yeniga kelishga vaqt chiqara olmadi. Biroq Jur'at har kuni degudak uyga telefon berib, ahvol so'raydi va o'zlarining qayerda, kimlar bilan o'ltirganligini aytadi. Uydagilar ularning kelib turishiga shunchalik tashna bo'lsa-mu, to'y qilib bir oygacha bir ikki qitim uyga kelgan hisobga olmaganda faqat telefon berdi xolos. Jur'at har qitim telefon berganda Zulfiya: "O'g'lim, uyga kelib turinglar. Iloji bor restoran, bazmixonlarga oz beringlar yoki bormanglar. Bolam, odam ansirab qoladi ekan", deb taplab turadi. Nima uchundir onaning ko'ngli taza joyiga tushmay turadi. Bir kuni kechqurun Almas Urumchiga telefon qilib, o'g'li Umid bilan uzoq paranglashdi. Bu yerdagi ishlardan, Jur'atning to'yidan uni xabardor qildi. U telefonni qo'yib, Zulfiyaning qishig'iga keldi-da, "Siz bilan maslahatlashib qiladigan bir ish bor edi", dedi. "Ayting, nima ish?" deb so'radi Zulfiya. "Hozir Umid bilan telefonlashgandim. Umid o'qiyotgan maktabdan 20 nafar o'quvchini tanlab, Toshkentga 2 yillik ruscha o'rganishga avatadigan bo'pti. 2 yildan keyin Moskvada 4 yil o'qitadi ekan. Bularning ichida Umid bor ekan. Men Umidga xeyli burunla ruscha til yoziq o'rgatishni boshlagan. Hozirgi saviyasi yomon emas. Men Umidni maktabga o'rinlashtirib qo'yib, xotirjam bo'lsam deyman. Sizga demoqchi bo'lganim, u bu uyga kelib tursa bo'lamdi." Zulfiya Almasning gapini anglab kulib ketdi. "Qadrlikim, men sizning ayolingiz, shunga uncha tuzut qilishingizning faqat hojati yo'q. Jur'at bilan Umid bizning o'g'limiz. Umid biz bilan birga tursa, albatta xush bo'lamiz. Uning uchun biz hammani qilishga tayyor. Qachon keladi ekan? Oldimizga hafta yo'lga chiqadi ekan. Umid sizning izingizni besibdi", dedi Zulfiya mamnun bo'lganicha. "Dadasimi Toshkentda o'qigan, o'g'limi bu yerda o'qiydi ekan. Qaltis ish bo'pti. Opsi bu ishga qo'shilarmi?" Men o'z vaqtida bu ishlarni atrofliq, to'g'ri bir taraf qilgan edim. U kimni tanlasa, kim bilan turishni xolasa, uning erkinligi, ammo men uni tarbiyalash, yetaklash, o'qitish ishini ustimga olganman. Umidning mijoz xulqimi obdan, nihoyatda qoida usulliq yigit bo'ldi. Men ishonaman, u hargiz sizga ig'irni solmaydi. Uning ustiga ishchan, ig'ir yenik ishlarga yordamlashadi. Farzand tarbiyasi bizning burchimiz. Uni cho'qim yaxshi o'qitib, bilimlik, kerakli odam qilib chiqishimiz kerak. Xotirjam bo'ling Almas. Rahmat Zulfiya. Biz dada bola bir-birimizga bek amroq edik. Rostni aytganda, uning o'qishga keladiganligini anglab, xush bo'lyapman. U bek taraylik ekan. U mendan ayrilib qolsa, bo'yni qisilib qolarmikin deb g'am qilatdim. Siz bo'lgandan ko'nglim to'xtiradigan bo'ldi, dedi xushallik bilan. Farzandlar bizning kelgusimiz, millatning umidi, davlatning boyligi. Bir avlod yana bir avlodni besib tushalmasa, qandoq bo'ladi? Nihoyatda oz sondagi bolalar ota-onasining izini bosalaydi. Yana bir qism bolalar ulardan o'tib ketadi, qaltis shuhrat quchadi. Bizning o'g'illarimiz ko'kda shunqardek parvoz qilib, bizni besib tushadigan odam bo'lsa, naqadar yaxshi, ha? Xudo xolsa, uni o'z tarbiyamga olaman. Keyingi o'qishida men bor.
yaxshi o'rinlashtiramiz, xotirjam bo'ling. Sizga o'zimga ishongandanmi ortiq ishonaman Zulfiya. Amsa umidni sizga topshirdim. Ikkilan umidni tilga elish bilan cheklandi. Har ikkisi uning onasini tilga elishdan o'zini qochirdi. Hafta o'tgandan keyin Almas aerodromga chiqib umidni kutib oldi. Ota-bola bir-biriga qenishmay chin quchoqlashdi. Qandoq o'g'lim, obdan turgansan? deb so'radi Almas taksida ketib edi. Dada, nima deysan bo'lar? Sizdan ayrilgan kundan boshlab ruhim tushib ketdi. Apamning shuncha chiroyli gaplariga-mi, kutishlariga-mi xo'shal bo'la olmadim. Sizdan zotli ayrilib boqmag'achqa nayt qimmatli narsani yutirib qo'ygandek bo'lib qoldim. Bu yerga menish oldida apam bechora bek paypetek bo'lib ketdi. U birdam kulib, birdam yig'lab, meni uzoqqa quchoqlab uzitib qoldi. Apamning yoshli ko'zlariga, xushxuy chiroyiga qarab, apamga chiday olmadim. Apam meni janidanmi aziz ko'rdi ekan. Menmi apam va sizni qanchalik yaxshi ko'rdiganligimni tushundim, dedi hayajon bilan so'zlab. Shundoq o'g'lim, bola degan ota-onaning yuragi. Apam yaxshi ayol. U oilaga, bizga kuyimchan, mehribon edi. U endi seni ko'rgis kelib yig'lamdikin. Sen degan o'g'il bola, yurakingni to'q tutib, sabrchanlik bilan yashaysan. Men Zulfiya opang bilan sening ishing to'g'risida so'zlashdim. U seni tug'magan bo'lsa-mu, hech qachon seni o'gaylamaydi. Men uni tushunaman. Agar xohlasang, uni opa degin kelmasa, hada desangmi mayli. Jurat akang to'y qildi. Uning bilanmi obdan o'tgan. Men hozircha ikki davlat orasida berib kelib turaman. Sen xotirjam o'qishingni o'qiysan. Zulfiya opang Moskvada o'qisang, o'qishingga yordam qiladiganligini aytdi. Senmi bu yerga asta-asta ko'nib qolasan, bolam. Men cho'qim ular bilan obdan o'taman. Siz xotirjam bo'ling, dada. Ular uyga keldi. Zulfiya yugurib oldiga chiqib, "Keldingmi qo'zam? 1 yil ichida bo'ying o'sib ketibdi. Menga qarag'ana", dedi uni quchoqlab turib. "Zulfiya opa, sizni yana ko'rgunimga bakmi xush bo'ldim. Yaxshi turibsiz", dedi u javoban. Ishkiri uydan Rayhon ona chiqib, "Pah, bu yigit kim o?" deb ko'rishdi. Umid Rayhonni ko'rmagan bo'lsa-mu, Zulfiyaning opasi ekanligini bilardi. Shunga, "Cho'ng opa, yaxshi turdingizmi?" deb esilib ko'rishdi. Ular shunda xo'shal-xo'ram didorlashib, tamoq yeyotganda Jurat uyga kirib keldi. U Umidga qarab, "Ukam, ajab obdan vaqt kelibsan. O'qishga kelganingni anglab, aldirab kelishim", deb uni chin quchoqladi. "Aka, sizlarni bu yerda bor deb yuragimni to'q tutib o'qishga keldim", dedi Umidmi. Mana shu kundan boshlab bu oilaga yangi bir a'zo qo'shildi. Hammaylar uningga kuyunib, g'amxo'rlik qilib, uni xush qilyapti. Umid maktabga o'rinlashdi. Kashqurlari Jurat va Sotlana bir yerlarga borsa, uni billa elib oladi. Ular billa yurgashga uydagilarmi xotirjam edi. Bir kun kash al-yotqida telefon ansiz chiringlab, hammaylarni uyg'otib etdi. Almas yugurib qo'pib telefonni oldi. Telefonda Umid jiddiylashib so'zlayotdi. Almasning telefon tutgan qo'li sal-pal titrab, ko'zlari chakchaydi. U gapni anglab bo'lib, "Ma'qul bolam, hozir boraman", debla kiyimlarini kiyishga boshladi. Uning jiddiy holati Zulfiyani qo'rqitib etdi. "Nima bo'pti? Nega borsiz?" dedi Zulfiya o'rnidan tez turib. "Hech ish yo'q. Siz uxlavering. O'g'illar urushib qolgan chig'i men berib bir taraf qilib etay", dedi Zulfiyadan ahvolni yo'shirib. "Kim bilan kim urushibdi? Ayting-a?" "Qaraganda Jurat bolalar bilan urushgan o'xshaydi. Bo'ldi, siz bormang." "Yo'q, pilla boray." Ikkilan oldirash sirtqa chiqib taksi bilan doktorxonaga keldi-da, jiddiy qutqizish bo'limiga kirib turib qoldi. Sotlananing oq ko'ngligi butunlay qon.
Cüretning o'ng belikidan qon sho'rqirab eqib turadi. "Opa, dada", dedi sotlana yig'lab. "Ben başlar bekardan bekar Cüret bilen etişip onunğa pichaq selivatdi." Şu arada doktoru hemmeylenni sirtqı chiqaravatdi. Almas koridorda u yoqdan bu yoqqa menib yuratdi. Zulfiya bo'lsa ko'zini ching yumib, nima qilishini, o'g'liga qandoq yordam qilishini bilolmay tit bo'ladi. Qo'llarini uvulaydi, yosh to'kib, lablarini tishlaydi. "Keselning dadisi kim?" dedi bir sestra chiqib. "Men", Almas o'rnidan turdi. "Bu yoqqa kiring." Zulfiya bicharining qo'rqinchdan jini tumshqig'i kelib qoldi. Xuddi o'g'lining hayotidan umid qolmagandek o'zini yo'qotib qo'yayotdi. U qutqizish bo'limining ishikiga kelib kirishga tamshlab edi, bir sestra chiqib: "Xonim, o'g'lingizning o'ng beligi yorilibdi. Uni jiddiy operatsiya qilyapti. Biroq qon to'xtamayapti. Uningga dadasining qini to'g'ri kelgachga dadasi qon beryapti. Ansirmang, qon to'xtasila xatardan o'tib ketadi. Kirsingiz bo'lmaydi", deb ishikni yepib oldi. Sotlanamu ruhi chiqib ketgan odamdek ishikka qarab chekchiyib qolgan edi. Bir kecha ana shundoq jiddiylik va andishi bilan o'tib ketdi. Almasning issiq qini o'g'lining hayotini qutqizib qoldi. U ko'z uzmay o'g'liga qarab yotdi. Tong saharda Cüretning qon besimi biroqli tushib ketdi. Doktorlar jiddiylashib, qon iskalatidan surishtirib, muvaffaq qon topolmadi. Qon silish kerak, biroq Almasdan endi qon ilishqi bo'lmaydi. Bir sesra chiqib, sotlanadan Umiddan qon ilib kirib ketdi-da, birdamdan keyin chiqib, Umidni boshlab kirib ketdi. Umid aksi Cüretning karvitiga yaqin yotqizildi. Uning belikidan chiqayotgan issiq qon aksining qon tomiriga kirib oqdi. To'g'ilib ko'rib baxmagan aksi Cüretning hayot qilishi uchun issiq qinini taqdim qila olganligi Umidni bek xo'shal qilavatdi. Bir kech kunduz hech kishi ko'z yummadi. Operatsiyadan keyin doktor, sestralar hammanglarni qaytib ketishga da'vat qildi. Biroq Sotlana faqat unimay Cüretning yanida qoldi. Bir haftadan keyin Cüretning rang-ro'yi sal asliga keldi. Sotlana uning yenidan bir qadam ayrilmay holidan xabar oldi. 2 haftadan keyin Cüret doktorxonadan chiqdi. Uydagilarning Cüretga biz qarayli deganiga Sotlana unimay bir oylik ruxsat oldim, o'zim obdan kutaman, sizlar xotirjam bo'linglar deb turib oldi. Cüretmi: "Opa, dada, ansirmanglar. Biz o'zimizning holidan o'zimiz xabar ola olamiz. Sizlarni jafo qo'yishga Sotlana unimaydi. Ma'qul danglar, mendan xotirjam bo'linglar", dedi. Shuning bilan ular uylariga qaytishdi. Ular uyga kelgandan keyin Almas Umiddan so'rdi: "Balam, sen hamma ishni ko'ribsan. Akangga zodi nima ish bo'ldi?" "Men akam ayoli bir o'pdan tamoq yeb o'tiradi. Bir necha rus ballari kirib, biz bilan ko'rishib, "Jiringlar, restoranga berib to'y qilganliklaringizni tabriklaymiz" deb turib oldi. Akam bilan ayoli yo'q deb turib olsa-mu, unimig'imizga unimay restoranga ilib bordi. U yerda haroqni bo'lishiga ichishdi. Bir chaqda hammanglar o'tirg'i tushib, disko o'ynadik. To'satdan bir rus bola oramizga kirib elib, Sotlanaga choptishib oldi. Uni ishtirvatsimi bo'ldi qilmadi. Mening tishlarim g'uchirlab ketdi. Oxir akam ularning orasiga kirib, ayolini uningdan ayirib elishiga bir necha bola qayoqdan keldi, akamni urib ketdi. Sotlana ularga so'zlab ajratmoqchi bo'lsa-mu, kuchi yetmadi. Shu orliqda yeliq rus yigit akamga varqirab: "Men seni o'ldirib etaman. Mening so'ygan qizimni tortib olding" deb akamga etildi. Akamning do'stlari uni tutib olay desimi, zodla bo'y bermasdan kelib akamga pichoq selibatdi. Birdamdan keyin qattiq signal berib, soqchi mashinasi yetib kelib, jidal terg'onlarni tutib, akamni qutqizish mashinasi bilan doktorxonaga elib mangdi. "Ha, burun yurgan yigit shu ekanda", dedi Zulfiya. "Uchini opdi-da oxir." "Opa", dedi Umid. "Akamning ayoli uning uchun jon berdi ekan.
Shuncha ko'p o'g'il balaning ichida uni qutqizmoqchi bo'ldi. Uning butun kiyimi, yuzlari qonga bo'yaldi. Biroq parvo qilmasdan akamni qo'g'dab qoldi. Bo'lmag'inida pichoq xatarlik yeriga silinib ketadi. Hisobda u akamning jinini qutqizib qoldi. U qiz jur'atni haqiqatan yaxshi ko'rsa kerak. Biz balki uni tushunmagandimiz, dedi Alvas. 53 bob. Jur'at bilan Sotlana to'y qilgandan keyin ularga zodi aramchilik bo'lmadi. Sotlananing dadisi ha desa uni chaqirib kelib tanabini tortdi. Burunqi yigiti Ivanmu uni aramida qo'ymadi. Biroq ular bu ishlarni cho'nglarga aytishni muvaffaq ko'rmadi. Darbaqa Sotlana burun Jur'at bilan mundaqla aralashib ochchig'ini chiqarmoqchi yoki yigitidan o'ch olmoqchi bo'lgan bo'lsa-mu, biroq kundan kunga uningdan ayrilolmaydigan darajada yaxshi ko'rib qolganligini cho'nqur his qildi. U Jur'at bilan to'y qilib, haqiqatan xushal bo'lgan, ham Jur'at bilan ayrilmay yashashga iroda bog'lagan edi. Biroq ishlar uning o'ylaganidek bo'lmay batdi. Karavatda xiyol bilan yotgan Jur'at. Qadrlikim Sotlana, shuncha yigitlar bo'libmi rus yigitlar tursa, nemishqa meni tanlaganligingizni aytib beramsiz? deb so'radi. Men boshda siz bilan aralashganda maqsadim yigitimdan o'ch elish edi. Siz bilan birga yurgan siri ixtiyorim emas, sizni yaxshi ko'rishga, chin yuragimdan so'yishga boshladim. Go'yo men kichigimdan tortib izlagan, orzu qilgan yigitimga erishgandek bo'lgan edim. Bu so'zlarim rost. Jinim Jur'at, siz mendan ko'p aqlli ekansiz. Jiq ishlarni oldin mo'ljallagan ekansiz. Doim ikkimizning to'y qilishi oson emas deytdingiz. Biroq men bundaq o'ylamaydim. Nima qilsam o'z ixtiyorim, o'z erkinligim deytdim. Hatto dadamning ochiqida degan ta'na so'zlarini tushunmab ekanman. Biroq u mushi kamgacha o'z niyatidan yanmayotdi. Har qitim meni uyga chaqirib, shiragi mushlab varqirab so'zlaydi. Opam bijarni ayiblaydi. U qancha qattiqlik qilsa, men shuncha johil, qaysar bo'lib ketyapman. Uning ustiga bilaman. Uning ustiga Ivan aramingizni qo'ymayotdi. Shundaqmi? O saqchixonadan chiqqan kundan tortib eshik oldiga kelib elib, derazaga tosh etib, bizni tesh qo'ymayotdi. Shu emasmi? Men texi biz to'y qilib bo'lgandan keyin uni beslib qolar deb o'ylabdiman. Biroq u haddidan eshib, mendan o'tib, sizga ziyonkashlik qildi. Uning unchalik askiligini baldir bilmabdiman, dedi ko'zlariga yosh ilib. Shu arada telefon jiringladi. U telefonni oldi. Alo? Dadammi? Hozirmi? Ma'qul. Kechikmay baray. U telefon trubkasini qo'ydi-da, dadam buyruq beryapti. Mashina avatibdi. Men bugun kecha yana sotlanadigan bo'ldim, deb Jur'atni so'yib qo'yib, eshikdan chiqib ketdi. Dastlabda Jur'atmi Sotlananing o'ziga shuncha yaqinchilik qilib eslab olishlariga javoban, qani bir mezgil aralashib, ondan o'z yo'limizga mangmaymizmi deb o'ylagan edi. Shu kuni kechda u Sotlananing yanida qo'nib kelib, yuz berishga tegishlik bo'lmagan ishlar yuz berib qoldi. Shunga u Sotlanadan ayrilib ketishga jur'at qila olmadi. Biroq kunlar, oylar o'tgan sari kundan kunga u qizni yaxshi ko'rib qoldi. Apsining nasihatlarini to'g'ri, haq deb qarasimi, yanala qizdan voz kecholmadi. Keyin tunji qadamni, muhabbatning tunji qadamini xuddi bo'ronda yo'ldan adashgan yo'lovchidek xato boshlaganligini tushunganda kayniga yong'ila bo'lmadi. Shunga uningmi beshi aylangan edi. Mana shu sababdan tas qoldi jinidan ayrilg'ali. Ular buningdan keyin bu ishlarni qandoq bir taraf qilar? Bugun qizni dadasi chaqirib ketdi. Ular yana nima der? Ivan bu ishni bo'ldi qilarmi yoki yana fursat kutib turyotamdi? Jur'atning kallasidami savollari shuncha ko'p, shuncha murakkab edi. To'y qilib, to'y shodligidan xo'shal xoramlikqa erishish u yoqda tursin, kunlari andisha, xotirjamsizlik ichida o'tib O'zimi, qizmi zodi bu ishni qandoq bir taraf qilishni bilmayotdi.
Qısqası, bularning to'y xo'shalligini, erkinligini boshqalar buzib, bularga aram bermayotdi. Hozir jur'at tushunib yetdiki, baxt degan erkinlik ekan. Rost, u yaralanib doktorxonaga kirganda dadasi bilan inisi o'zining issiq qini bilan uningga hayotlik ato qildi. Bo'lmasa, nima ishlar yuz beradi, ha? Uni yaralandırğanlarını bir haftadan keyin qo'yib etdi. Ular bilan davomli qarshilashning foydasiz ekanligini tushunib yetdi. Endi-chi, bechora sotlana nima dardlarni, nima gaplarni ko'tarib kelar, ha? Tamdaki soat 12 qitim dam urdi. Biroq sotlanadan texchi shapimi yo'q. Uni kutib xiyol bilan yotgan jur'atning ko'zi azroq uyquga ketdi. Bir chaqda eshik ochilib, sotlana kirdi-da, jur'atning quchog'iga o'zini tashlab yig'lab ketdi. Bo'ldi, so'yimligim. O'zingizni tutib eling, yig'lamang, tishlaning, dedi jur'at uni bag'riga ching besib. Qiz bir hasa yig'lab, ondan ig'ir tortib, "Bugun dadam menga cho'qim ajrishsan" deb buyruq qildi. Biz Ivanlarning oilasi bilan birga Moskvaga ketadi ekanmiz. Moskvaga borgandan keyin Ivan ikkimizning to'yini qiladi ekan. Ivan dadamga sotlana 10 erki taksimi uni saqlayman deb yolvorib ekan. Dadam ma'qul bo'pti. Endi qanday qilaman? Mening sizdan zotila ayrilg'im yo'q. Zotila. Jur'atning kallasi aylanib ketdi. O hayotlik musabisida muhabbat bilan hayotlik, ota-ona arzusi bilan o'z muhabbati, o'z millati bilan yana bir millat o'tirsidagi chin tugilgan tugunni yeshish, qandoq hal qilish masalasiga duch kelgan edi. Aradan 10 kun o'tib ketdi. Sotlana apsiga telefon berib, xotin ikkisining yiroq joyga ketganligini aytib qo'ydi. Har ikkilarni qandoq qilib bu masalani hal qilishni, qandoq qilib reallikqa yuzlanishni bilmaydi. Ular bir-biridan umid uzilmay uyga bekinib olgan edi. Ular to'la o'ylab, to'la so'zlashib, oxiri majburiy bo'lsa-mu, ayrilmasa bo'lmaydiganligini his qilishdi. Biroq uni og'zidan chiqarishga ko'ngli unimadi. Bir kuni kechqurun Almas bilan Zulfiya ularni yo'qlab keldi. Ular uyga kirib o'tirgandan keyin, "Bolalarim, sizlar bu dunyoda bormi, yo'qmi? Bundaq yo'qab ketgan bormi?" dedi Zulfiya ansirab turib. "Biz bor, opa", dedi jur'at beshi tushib, ruhi sungan bir qiyofatda asta so'zlab. "Nima bo'ldi? Biror ish yuz berdimi nima? Degina jinim bolam, yana shular tahdid selyapamdi-ya." Jur'at gap qilishga og'zi barmagandek ayoliga qaradi. "Opa, dada, biz ikkimiz eng qiyin, eng mushkul kunlarni o'tkazyapmiz", dedi Sotlana ko'zlariga yosh ilib. "Nima? Nima deyapsiz? Qizim, sizlarga nima kerak? Nima qiyinchilik tortdinglar? Aytinglar-chi." Jur'at sizdan degandek Sotlanaga qaradi. "Opa, dada, hamma xatolik mendan o'tdi", deb so'zni boshladi Sotlana g'amkin holda. "Men dastlabda yigitimdan o'ch elish uchun jur'at bilan yurganligim rost. Biroq o'z ixtiyorim emas, keyin jur'atni ajoyib yaxshi ko'rib qoldim, ham zotli ayrila olmay qoldim. To'y qilib baxtimni topgan edim. Biroq jur'at mening sababimdan yaralanganda yurakim pichoq bilan tilingandek azoblanib ketdim. Uni shunchalik yaxshi ko'ramanki, uningdan bir minutmi ayrilg'im yo'q. Biroq dadam meni har kuni qiyin qistoq elib, opamga zulm selyapti. Bechora opamning ko'zi ish qurib qolay dedi. Biz bilan Ivanning oilasidagilar Moskvaga ko'chib ketadi ekanmiz. Shunga dadam meni jur'atdan ajrashga qistoqyapti. Bundaq qilish uning ahliga qandoq sig'yapti, buni bilolmadim. Mana 15 kun bo'ldi. Biz xuddi turmada turgandek azob bilan turmush kechiryapmiz. Men jur'atni tashlab qandoq yiroqqa keta olayman? Nimishqa meningda erkinlik yo'q deb zarlanyapman. Jur'atdan ayrilib qolishdan qo'rqyapman. Biroq
jür'atdan o'z ixtiyorim bo'yicha ayrilmasam, ularning jür'atga yana qasd qilishidan qo'rqaman. Uning ustiga Ivanning dadisi mening dadam ishlaydigan ministerlikning o'rinbosari. U dadamga pek cho'qinadi. Kelgusida o'g'ilning shundoq bo'lishini orzu qiladi. Dadam menga "Sotlana, obdan o'ylan, o'qishingni bitkizgandan keyin ministerlikda ishlaysan. Ivanmi shu? Moskvada esil dacha, pikap, yaxshi turmush bizni kutyapti" deydi. Biroq bularga men qiziqmayman. Bir kishilik oddiy xizmat qilib, bolalik bo'lib, erim bilan birga bolalarimni beqib, xotirjam yashasam bo'ladi. Biroq ular meni rayimga qo'ymayapti. Ahvol mana shu. Hozir men eng qiyin ahvolga tush kelyapman. Bu gapni anglab, Almas bilan Zulfiyaning beshi aylanib ketdi. Ularning yaqindan buyon Sotlanaga xeyli mer tushib qolgan edi. Bundaq ahvolga yo'liqish ularni tanqislikqa qo'ydi. Ular aldirab eg'iz ocholmadi. Chunki o'g'liga kuyib pishib so'zlayotgan Sotlanaga hesdashlik qilmasi bo'lmaydi. Uni ayblashga til bormaydi. Bichora o'g'liga qarab, texmi ichi ichishdi. "Bolalarim" deb oxir eg'iz ochdi Almas noiti siliq bir tarzda. "Inson bo'lg'usi ishlarni bilishga qodir emas. O'tda qizg'in muhabbatlashgan qiz yigitlarning hammasi baxtli bo'lamiz deb o'ylaydi, ham shu xo'shallikda to'y qiladi. Muhabbatdek ulug', ajoyib saf hissiyot yo'q. Uning pokligi hozirgacha inoq oilada, farzand baxti, qarindoshlik mehri, er-xotinlik rishtasini chingitib kelyapti. Qisqasi, muhabbatsiz hayot yo'q. Sotlana qizim, siz hozir eg'ir besim ostida qapsiz. Shu tufayli o'zingizni to'liq baxtsiz his qilyapsiz. Yana bir tarafi jur'atga kelayotgan tahdid sizni ham bizni andishiga solmay qolmaydi. Biz dunyoga keldik. Texi ko'zimiz amdili ichilib, oq qorni farq etmay, hech bir ishni vujudga chiqarmay bu dunyodan ketsak bo'lmaydi. Sizmi, jur'atmi texi yetilayotgan nota. Sizlar chiniqib, tirishib, bo'ron chapqunlarga bardoshlik berib, qarag'aydak, orcha yog'ichidak ching, kuchli bo'lishinglar. Jamiyatga, davlatga, insoniyatga to'kib qo'shadigan qudratli ishlarni qilishinglar kerak. Muhabbat turmushning yo'llarimi intayin keng. Gap sizlarning tanlashinglarda. Rostni aytganda, bizning bu ishda eg'iz ichishimiz mumkin emas. Men ishonaman, sizlar cho'qim bexatar, to'g'ri yo'l tanlay olasizlar. Sotlana, inson o'z muhabbatini yuragida saqlab, asrab, boshqa biri bilan birga yashasa, albatta zo'r besim ham zulm tortgandek his qiladi. Biroq muhabbat so'zda emas, balki chin yurakda. Yana bir tarafdan aytganda, o'z yorini yodlab, seg'inib, o'z yuragida saqlab yashashmi bir huzur. Undaq muhabbat g'oyiviy romantik bo'ladi. Bolalarim, sizlarga tashlanib turgan yo'l tanlash qiyin, zo'r ruhiy badal to'laydigan yo'l ekan. Eng yaxshisi, o'zinglar yaxshi o'ylanib hal qilinglar. Har qanday ruhiy besim, ko'tirib qo'pqisiz ishlarmi o'z navbatida yanada hal bo'lib ketadi. Har ikkinglar o'zinglarni emas, qarshi tarafnimi, ziddiyatlik taraflarini o'ylanglar. Almas haqiqatan oti yo'lliq nasihat qildi. Aradan 5 kun o'tdi. Sotlana amalsiz jur'at bilan xo'shlashdi. Jur'at, seni mangu unutmayman. Moskvaga beribla sana telefon qilaman. Sen bilan aloqalashib turaman. Xohlasang seningdan bir balaliq bo'lib, uni beqib o'stiraman. Uni ko'rgan kunlarimda hamon seni ko'rgandek bo'laman. Mayli men to'y qilay, mayli sen to'y qilgin, baribir bir-birimizni yuragimizda saqlaymiz. Seni so'yaman, mangu unutmayman. Senmi menga va'da bergin? Menmi seni so'yaman, Sotlana. Rahmat sana jur'at. Men seni abadiy so'yaman, ham yod etaman. Almas dadam, Zulfiya opam momamlarga tushuntirib qo'yarsan. Tibbiy institutni bitkizib Moskvada o'qigan. Sen chuqum eng katta doktor bo'la olaysan. Azizim, jinim. Deb uni oxirgi qitim quchoqlab,
öýden çykyp ketdi. Onu sırtda dadası yigiti kütüp atatdy. 54-nji bab. Almas bilen Zulfiye oğlu Jüretni sanatoriyaga aketkendan keyin Reyhan ana öýde ýalňyz kaldy. O özü bir qolluk beqip çoň kılgan bu nävresini jenidinmi aziz biletdi. Bu qitim toyning aldy keýnide bolgan kömülsizlik we nävresiniň ýarlynyşy tas kaldy onymy taň ýykytdy. Jinim botam, jinim dep piçirildi Reyhan közüge ýaş elip. Kiçikimden tartyp, dadysyz çoň bolup, emdala dadaňy tepip, hoşal bolgynyňda ejep kelişmezlik geldi go saňa. Sen qanda qabul, güçlük, kelişken yigit idin ha? Mana emdi kesellik azaby hem vicdan azaby tartyp atsyn. Şoňa ýadap ketdiň go jenim balam. Men ömrümde azap, ränjiş, hapylyklarga çydagan edim. Birak seniň tartyp atgan azabymga çydy almay kaldym go. Dünyada şundak analar barki, ularning besip ötken yollary kişilerge nämuni bola alaydy. Bu dünýäge törilip ýaşagan adamnyň hemmesi batur, kaysar bolalmaydy. Belki tikellik, çatqallyklardan yol içip mangallar. Jaba müşaqqatny ýeňip ýaşaganlar. Ölüm bilen hayatlyk açylygy kelgende hayatny gaderlep ýaşaş ýolyny tanlagan kişiler batur bola alaydy. Toğra, Reyhan ana mijazi ýykyşlyk, işçan, onun wujudida insani hisletning hemmesi tepiladi. Birak onun mijazi çusrak, jahilrak bolgaçka deginini qılmay qalmaydı. Onunda ajaýyp kaysarlik bar. O özüniň ötmişini unutmaydı. Kelgüsige bekmi ümit var, zayi bolup ketken güzel ýaşlykyny tolum sygynydy, esleýdi. O hiç kaçan özü düş kelgen umuşsuz taqdir, qara küllerden zarlanıp özünü yoqatgan, qaddi pükülgen emas. Belki beşiğe kelgen qara taqdirini mensitmegen. Her bir qadamdaki umuşsuzluklarını qobul qıla alıgan, hem onu boysundıra alıgan qahramanğa münasip ana. Reyhan ana 7 ýaşyda anasından ayrılgan. Dadysı Hasanjan bilen qilip özge yurtda çoň bolgan. Yeşinin kiçikligiga qaramay, momisi we Hasanjannyň vatan dep zar qaqşygan sözleri onunğa çoňqur täsir qılgan bolgaçka, vatan muhabbeti onun qalbida unutulmaz aqidege aylangan. O öz hayatyda katta işlerini kılalmagan bolsumu, tökken behisap terleri nazarga elinip, Özbekistan boyunca emgek namunchisi bolup mukapatlangan. Qısqası o zihni quvvetini vatan persent üçün taqdim qılgan ulug' insan. O bütün yaşlykını nahayt qimmatlik bedel süptide aşu yıllarga berip etken. O goya yopurmaklary tügel tökülüp ketken qaqşal darakka oqşap qalgan bolsumu, onun çyraýydan tartqan japasyga tuşluk şan şerepni körgüli boludy. Onu beşiğe kelgen talay qismetler aksçe texmo gayretli qılıp yetiştirdi. İnsan her qancha çydamlyk, qahraman bolsumu, onunmu jüregi eziladigan, yığlaydigan wagtlary boludy. O nävresiniň işlerini oýlap bolup, erini seginip ýyglady da birdinla ornudan turup qabristanlyga qarap maňdy. O maşinadan düşüp, bagçy tüsü algan, dal-daraklar ýaşyryp, hemme etrap gülge pürkengen qabristanlyga kelip, ýüregi mujyldy. O halsızlanıp ketken, naýdy asta ketip atatdy. Qabr aldyga kelipla ýökünüp olturdy. Siz meni taşlap ketdiňiz, dedi de közüge kapsalgan yeşini toxtup alamay, öksüp ýyglap, andan rahmetlik eriye köňledekini tökdi. Kızımız Zulfiye'nin eri Almas üýümizge keldi. Zulfiye'mu, menmu bek hoş bolup ketdik. Siz bolgan bolsaňyz çokum hoş bolatdyňyz. Amma bu şatlyk günler sizge nisip bolmady. Näwreniz jüret toy qılgan idi, birak başkalar ziyankeşlik qılıp koydu. O tas kaldı, bizni hasret kaldırıp o dünyaga ketkili. Xudaga şükür, yaman günler ötüp ketdi. O hazır sanatoriyada dam elip atydy. Bilemsiz, şu tapda özüm ösken ýesiga, ata-anamnyň ayak izi kalgan yurtga bargym.
ular yaşıgan, özümge guva körünüdigan aşı yurtni körgüm kelip attıdı. Esingizde-mi? İkimiz billi baraylı degeniniz. Endi men siz bilen billi baralmasammy, biroq sizning ruhyingizni billi ilip ketimen. Menden hatırjam bolup, tinç yetim, vatandan qaytıp kelipla, sizni yo'qlab kelimen. O her qaytim erining tuproq beshiga kelib, ko'nglidagilarni olib qo'ymay so'zlab, o'ziga tasalli tepib ketardi. O hayotida hech qanday bir emgakdan, jafodan qochmadi. Bir tarafdan farzand uchun, bir tarafdan eri uchun hammani qilishga tayyor turdi. Bir umr muhabbat bilan hijron orliqida yashadi. Umri mana mushundaq o'tib ketdi. Urush tugagan bo'lsa-mu, uning qalbida nurg'un jarohat izlarini qoldirdi. U tasti o'rnidan turdi. Halsiragan yurakini tutib, mashinaga chiqib, uyga qaytib keldi-da, deminimi olmasdan, ishkapdan pasportini ilib, konsulxonaga mandi. Chunki Almas akalgan chaqiriq qog'ozi bor edi. 3 kundan keyin pasportiga muhr bostirib, azroq pul bilan kichikgina somkasini ko'tarib, uydan chiqdi-da, yenib kirib, bir parcha xat qoldirib qo'yib, ondan aerodromga qarab mandi. Toshkentdan chegaraga qarab uchgan aeroplan qo'zg'aldi. U qaramliq qilib, hech kimga masrat solmayla yo'lga chiqqanligini o'ylabmi qo'ymadi. Chunki uning butun xiyoli, asyodi vatanga berishli edi. Aeroplan ko'k qarida gurildab ushmoqda edi. U birdilla badanining titrab atqanligini, yuragining tinimsiz so'qib ketib atqanligini sezdi-da, ko'z oldi qorong'ilashib ketdi. Yenidagi o'rinda o'ltirgan yigit buni sezib, "Onajon, sizga nima bo'ldi?" deb so'radi. Bu ovoz uningga xuddi navrisi jur'atning ovozidek bilinib ketdi-da, ittik yigitga qaradi. Umu navrisi dematlik, oq pishmoq, seriqchash yigit edi. Ko'nglim bir qismi bo'lib, yuragim sal besaramjon bo'lib atdi, deyadi oranla. "Kutkchi, doktor bormi?" deb tovladi yigit. Shu asnoda kutkich qiz kelib, onaga bir istakan suv bilan bir tal tabletka akilib, "Buni ichib oling, gohilarning aeroplanda bearam bo'lishi tabiiy ahvol", dedi. Ana do'rini ichgandan keyin sal-pal o'ngishilib qoldi-da, yana ko'z oldiga o'zi o'sgan yezisi va g'amsiz bolalik davri keldi. Bahor fasli. Majnuntal va so'gatlarning yumron shoxlarini ilib, postini siyirib, bo'stonchash qilib, orqasiga tashlab yugurishlari. Bir-birining chochlarini silishib kulishganlari. Yozda ozg'in munchiqining qip-qizil donlarini yipqa o'tkazib, marjon qilib esishlari. Yo'parmoqlardan osh etib, cholma kesak parchalarida uytisib o'ltirishlari. Yezi yo'llarda yugurishib, o'ynashib, teliqib kulishlari. Bayramlarda putlari yalang oyoq, boshlariga do'ppilarni kiyib, uyma-uy heytlab, heytliq pullariga gazir lampon ilib yegan chog'lari. Ko'zda sarg'ayib pishgan chekdilarni terib yegan g'amsiz, baxtiyor chog'lari bir-birlab ko'z oldidan o'tdi. Keyinchi dadasi Hasanjon bilan notunish bir oq uyga kelganligi. Eshik oldida bahmi tuklik ikki it bo'lg'ashqa uydan talog'i chiqolmay o'ltirganligi. Ondan kechsi dadasi Hasanjonning uni yudib elib mang'anligi xira-shira yodiga kechdi. To'g'ri, bir yerga borganda ro'mol artgan bir mo'mayning orqasiga qaytib kelib, yana ularning qishiga kelib atganda yugurishlari, oq ro'molining qoniga bo'yilib yerga yiqilgan vaqti. Mahmud qarining uni ching tutib elib, ko'zini etib olganligini esladi. Keyin hammaylar yig'ladi. Dadasi Hasanjon bilan tog'asi Mahmud qari mo'mayni bir yerga ko'mib qo'ydi. Shu chaqda u qo'rqinidan g'al-g'al titrab ketgan edi. Shu ishlarni xiyol qilib, Rayhonning ko'z yoshlari munchoqdek to'kildi. "Sizga biror ish bo'lmagandu-ha?" dedi yenidagi yigit ansirab. "Hech ish yo'q. Vatanga yaqinlab kelgan siri yuragim hayajondan tez-tez silib ketib o'tdi.
Bu yoshga kelganda ajab yolg'iz yo'lga chiqibsiz-ku. Shuni danga balam, esimni yo'qotgandek ish qilibdiman. Qizimg'imi tinmayli yo'lga chiqqanimni demamsiz. Undaqda uyingizdagilar nima bo'lib ketdi danga? Ular toza jiddiyleşip ketayotgandu. Nima vajidan shundoq qilgansiz? Uyda telefon bor-ku, ha? Bor. Albatta telefon bor. Undaqda nomerni aytib bering. Aeroplan xodimlarga iltimos qilayli. Ular chuqum yordam qiladi, ma'qulmi? Chegaraga borganda ularga o'zim telefon qilaman. Deb Rayhon jim o'tirib oldi. Ondan o'g'lim dedi yigitga qarab. Vatanni seyxindim. Seyxingandim-u. Taqatsizlarcha seyxinib ketdim. Bilmadim. Vatanni o'ylab turib, bir o't beshimdan kirib, tapınımdan chiqib ketdi. Zodi nima bo'lganligimni o'zimmi bilolmadim. Balkim yurakim ig'ir zarbiga uchragandu yoki uzoq yillik hijron azobi ichida qon zardabga aylangandu. Shunga o'zimdanmi qattiq ansirdimda hayot bo'lsam vatanimni ko'ray, vatanga berib o'lib qolsammi, shu iziz tuproqqa ko'milay deb o'ylaganimni bilaman. Hozir kallam qop-quruq. Hech narsani bilolmay qoldim. Faqat vatanning o'tproqi yuragimni ko'ydirib, hijron, ayrilish azobi jinimni qiynayotdi. Yigit ig'ir bir tinib, o'zi berib kutkuchini chaqirib keldi-da, onaga bir istakan meva suyi ichirdi. U onaning vatan ishqida munglangan ko'zlariga, vatanga talpingan siyoqiga qarab qattiq ta'sirlandi. Ana o'zining yuragini larsiga silib atgan bu qitimqi sabri bilan ichida yig'ilib qolgan dard alamlarini, o'zining kishilik dunyosidagi chekkan isroflarini, orzu armonlarini billa aktivatgandek qiladi. To'g'ri, uningni xo'sham o'tgan kunlari unutilmas to'y kechasi bo'lgan. U qizlik hayotining eng go'zal, o'tdek, otashdek chog'larida eridan ayrilib qolgan. Eri urushga ketib, 10 yildan keyin uni izlab kelib, "Seni abadil abad suyuman, seni unutmadim, menga ishongin" deb yelilgan vaqtida u nihoyat xush bo'lgan. Eri yoshligining yenib kelmaydigan chog'larini to'liqlashga tirishgan, borlig'ini uningga va qiziga beg'ishlagan edi. Ananing hayajonliq yoshlari taramlab oqdi. U beshidagi romelining uchi bilan qapoqlari sal ishshigan ko'zlarini surtdi. Yerga tushishga oldirdi. Aeroplan dirildab to'xtadi. Eshik ochildi. Kutkuchi qiz bilan yenidagi yigit onani yetilab, uning kichikgina so'mkasini ko'tarib, yerga billa elib tushdi. Ana o'zi sezmagan bir jasurlik, hayajon bilan ikkilarning qo'lidan ajrab, ushqandek yugurib ketdi. Uning oq chekim-chekim ko'nglikining etaklari shamolda bir ko'tarilib, bir tushadi. Uning yuragi vatan uchun qattiq so'qdi. Ko'zi vatan tuprog'ini ko'rdi. Ana vatanning qad ko'tarib turgan tog'lari. Vatan uni o'z bag'riga chillamoqda. Hozir u chegaradan o'tsila zarqib kutgan vatan qo'ynida o'zini ko'ra oladi. Afsus, u birdalla yerga yiqildi. Aeroplan xodimlari jiddiylashib ketdi. Tezdan doktor chaqirdi. Uni jiddiy qutqizish boshlandi. Uning yuragini tinchidi. Uning yuragi selishdan to'xtagandek qiladi. Biroq doktor umidsizlanmadi. Yurak qo'zg'atquchini ishga soldi. Uning ko'zi birdala yo'g'on ichilib, nayza bo'yi o'rlagan kun nurida shuncha nurlanib ketgandek ko'rinib, yana yumildi. Doktor qayta tavakkul qilmoqchi bo'ldi. Yurak qo'zg'atquchini harakatga soldi. Ana ko'zini lappida ichib kulimsiragandek, pichirlagandek qildi. To'g'ri, u vatan degan edi. Bu bechora ana barliq orzu armonlari amalga oshmayla ketib qolarmi? Acaba har jafolarni mansitmagan, herib charchashni bilmagan, har qandaq zarbiga ko'krigini tutib berdigan bu yashangan ana o'lim navbati kelgandimi, qizini oyab, unaga ko'rinmay,
yer qo'yniga kirib ketay deganmidi. Atrofda turganlardan hech kim medirsidir qilmay uningga qarab turadi. Ular bu ananing qayta ko'z ochishini, yuragining qayta so'qishini umid bilan kutmoqda edi. Parqirab chiqqan kun nuri uning so'lg'in sarg'aygan chiroyini yo'ritdi. U asta-asta nihoyat past tinqandek qildi. Yuragi qaytadan soldi. Vatanning hidi, vatanning to'pisi, vatanning yenik shamili uningga shifolik berib, qayta hayotlik ato qildi. Telefonlar taraf-tarafga berildi. Jiddiy qutqizish mashinasi kelib, uni ilib mangdi. 55-bob. Zulfiya bilan Almas doktorxonada medirlamay turganiga 3 kun bo'ldi. Ana jiddiy qutqizish uyida bo'lg'ashqa hech kimni kirgizmaydi. Ular har bir minut sekundni sanab degudek dakki-dukkida o'tkazdi. Almas o'quvchilik vaqtidan tartib Rayhon ananing yaxshiligini ko'p ko'rgan. Uning mazalik tamog'ini ko'p yegan. Mana shu ana Zulfiya bilan ikkisining beshini qetib, to'yini qilib qo'ygan. Shunga yuragi qaynoq, mehrga to'lib, umr vayat bu anani asrashni, uning uchun yaxshi turmush sharoiti yaratib, uningga kuyug'ulliqni yetkazmoqchi bo'lgan edi. Biroq u murodiga yetolmadi. Qani, shu anaga qilgan so'zlari, qani, shu va'dalari, anaga xizmat qilish, uningga yar yo'lak bo'lish, ham dardiga darmon bo'lish o'rniga ularga azob ilib keldi. To'g'ri, u bundaq bo'larni o'ylamagan edi. U to'y qilgandan keyin o'tdak yurakdagi samimiy istaklar, yaxshi niyatlar bilan to'lib toshgan va'dalar, ishgan qasamlarning hech birini amalga oshira olmadi. Aksicha, ularga hijron azobi, ko'ngil azobi keltirdi. Shunga u ananing ig'ir kasal bo'lib yotgan kunlarida yenidan birdam neri ketmay, uningga yar yo'lak bo'lib, yum-yum yig'layotgan Zulfiyaga ko'p tasalli etdi. Biroq o'zining yuragimi azobdan to'lgandi. Ichida ana o'rnida baqqan anamsiz, bag'ri kavob anamsiz, ko'zingizni iching ana deb ko'p nido qildi. Uning ko'zini ichib ularga so'z qilishini, yana birga o'tishga nasib bo'lishini Xudodan tiladi. Ikkilan o'rindiqda xiyol, umidsizlik va qayg'u bilan o'ltiradi. Doktorxona shunchalik jimjit ediki, biror kishining oyoq tevishi yo'q edi. Zulfiya birdam ko'zni yumib olish istigida Almasning qo'liga beshini qo'yib yotdi. U shunchalik tatliq uxladiki, hatto yenik xo'rakni tortib qo'ydi. Almas ayolini uyg'onib ketmasin deb midir-sidir qilmay o'ltirdi. Eshik ochilib, semiz pakarg'ina sestra ayol chiqdi. Ikkilan cho'chib uningga qaradi. Xonim, anangiz hushiga keldi. Kirsanglar bo'ladi. Ikkilan xushalliqidan o'rnidan chachirab turib, ananing yeniga kirdi. Opa, jinim opa. Ana nursiz ko'zlarini tasti ichib, bir Zulfiyaga, bir Almasga qaradi. Sal turib olib, nihoyat zaif ovozda: "Bu doktor xonimi, men qachon keldim?" deb so'radi. "Opa, har nima bo'lsa hushimga kelding. Bizni bek qo'rqitib etding jumi. Sen bo'lmasang, biz qanday qilardik? Bugun 3 kun bo'ldi doktorxonaga kelgili." Zulfiya yoshli ko'zlarini surtgan sari yoshlari shuncha ko'p eqivatadi. U kulib tursa-mu, yoshlari taramlab to'xtamay batadi. Oxir yomg'irdan keyingi oftobdek chehra nurlanib ketdi. U opasining chek chochlarini tuzab, manzini silab, uningga to'ymasdan qaradi. Ananing chehradagi tabassum, qiziga havas bilan ko'z uzmay qarashlari Almasni ajoyib xush qilibdi. "Jinim opa, onajon. Men xuddi tush ko'rayotgandek bo'layapman. Qizim, doktorlarning so'zlarini anglayapman-u, biroq o'zim nihoyat yiroq bir joyda turgandek. Ularning so'ziga javob qila olmadim. So'zlay deb shuncha intilib ko'rdim-yu,
Biroq ovozim zodili chiqmadi. Nima bo'lganligimni bilolmadim, dedi-de Almasga qarab kulimsirdi. Almas anaga yaqin kelib, qo'lini ching tutib, lablariga opirib so'ydi. Opa, biz sizning yaxshi bo'lib kelishingizni tilagan edik. Sizning sog'ligingiz bizning baxtimiz. Mana hozir xushallik ichida hayajonlanib ketyapmiz, dedi u xo'shligini yoshira olmay. Ana qizi Zulfiya bilan Almasning orasidagi munosabatlarni yaxshi tushunardi. Ularning pak munosabatlari, Almasning Zulfiyaga bo'lgan qizg'in, o'tdek muhabbati uningga besh qo'ldek ayon edi. Ular ayrilgan chaqlarida qiziga qarab yuragi azobdan to'lg'angan, hasrat chekkan, qizi uchun azobliq yillarni o'tkazgan edi. Mana endi ayrilish, hijron azobidan keyin ular visol shodligiga cho'milgan. Baxtning haqiqiy ma'nosini tushunib, baxtli kunlarning payzini surbatgan edi. Shunga u bir qiziga, bir Almasga qarab ajoyib bir xil shodlik, baxtlik tuyg'usiga cho'mdi. Anaga qarab turgan Almas azobli xiyollarni surmoqda edi. U: "Opa, meni afu qiling. Men sizga, Zulfiyaga uzoq yil azob keltirdim. Dilingiz ko'p azor yedi. Onun ustiga turmushning ig'ir yukini zimmingizga elib, uy, navrining dardini yetkichi tortdingiz. Halovat ko'rishga tegishli chaqlarda halovat ko'rmadingiz. Intayin qaysarlik bilan yashadingiz. Bular ko'nglimga ayon. Menmo turmush kechirishning oson emasligini, hayot reallikning biz o'ylagandek bo'lmaydiganligini tushundim. Biz yosh vaqtimizda turmushni xuddi biz ko'rgan kinolardagidek bo'ladi deb faraz qildik. Hozir bilsak, kino deganni yozuvchi yozsa, rejissor filmga ilib, kesib, ulab chiqaradi ekan. Biroq turmushni unda qilg'ili bo'lmaydi ekan. Hayotlik safarida har bir odam sanaladi ekan. Agar do'qay yo'llardan, tog' davollardan oshadi ekan. Shunga real turmush intayin rahimsiz bo'ladi ekan. Nimala bo'lsin, biz xeyli yillar turmush, hayot tajribasiga ega er-xotinlardan bo'lib qoldik. Mening sizning oldingizda kechiring ana deyishdan boshqa amalim yo'q. Zulfiya oldidimi shundoq deya olayman. Zulfiya butun umr men uchun yashadi. Biroq mening tilim qisqa. Bularni demasam tushunasiz, opa. Endi buningdan keyin yoshlikdagi va'dalarimni amalga oshiraman. Mangu sizlardan ayrilmayman. Menga ishoning. Zulfiya endi hargiz qiyinchilik tortmaydi. Sizni, Zulfiyani barliq kuchim bilan kutaman. Degenicha onaning qo'llarini ching tutdi. Ko'z chanoqlarida lig'ildab turgan yosh ko'z oldini g'ubolashtirdi. Bo'ldi o'g'lim, hamma ishlar o'tib ketdi. Bu ishlarga sizmi, Zulfiyami sababchi emas, balki vaziyat sababchi. Chegara etilmagan yo'llar ochiq bo'lgan bo'lsa, buncha riyozat chekishning yo'li yo'q edi. Sizmi, Zulfiyami, jur'atmi o'xshashli yosh to'kib, hijron azobi tortdinglar. Mana endi yaxshi kunlar keldi. Rostini aytganda, bir umr riyozat chekib, mundaq kunlarga erisha olmaganlar, bir umr baxt payzi suralmaganlarmi yashaydi. Gohi bir betalay, sho'rpeshani kishilar butun umrini yo'qsizlik, ochlik bilan o'tkazadi-ku. Xudoga ming martam shukr. Biz yaxshi kunlarga erishdik. Mayli, dadam Hasanjon bo'lsin, Zulfiyaning dadisi bo'lsin, men bo'lay, Zulfiya yoki siz bo'ling. O'zimizning hayot musofasida iz qoldirg'idek ish qildik. Qisqasi, odamdek yashadik. Biz bu kunlarni qadrlaylik. Chunki inson hayoti xuddi chaqmoqdek o'tib ketadi ekan. Men tortgan jafo mushaqqatlarimga og'rinmayman. Chunki mana bu shundoq yashash orqali hayotni, turmushni tushundim. Mening hayotdan olgan ikki tushuncham bor. Buning biri yoshlik. Tepilmas oltin davr. Xuddi bahor pastidek shuncha go'zal, shuncha esli ekanu, ko'zni yumib ochqichilik o'tib ketadi ekan. U vaqtlarda biz sodda, ish ko'rmagan bo'lg'ashqa
qadriga yetmaydi ekanmiz. Ammo yoshlikni setib olg'ili, qaytirib kelgili bo'lmaydi ekan. Shunga buni qadrlash kerak ekan. Yana biri salomatlik. Odam saq vaqtida o'zini doim shundoq yashaydigan o'xshayman deb o'ylab qoladi ekan. Tangrim, uni oltinig'imi tegishgili bo'lmaydi ekan. Sog'lom tanda sop aql bo'ladi ekan. Kesal degan odamning umrini tugashtiradi ekan. Odam umidsizlik patqog'iga patadi ekan. Men uzoq yillardan unda qattiq og'rib qolmagan edim. Biroq opa, jinim opa, biz sendan qanchalik ansirab ketdik bilamsan. Biroq sen xuddi kichik boladek ish qilsan emasmi? Ras shundoq bo'pti qizim. Odam qiyirganda ajoyib bo'lib qoladi ekan. Bilmadim. Dadamning tuproq beshig'i berib, uning bilan uzoq mundashdim. Qaytib keldimda bu yerda 1 minut turishga muroyim yo'q. Shundoq qildim. Ta'lim bo'lsa, vatan tuprog'ini suyay, shu yerda yashay, bo'lmasa o'likim bo'lsimi, shu tuproqqa ko'milsin deb o'ylabdim. Ichimdagi bir o't gulxan bo'lib yenib, meni shamoldek ushurdi-da, birdamda xuddi paydak yerga tushdim. Qolganini bilmayman. Opa, sen noiti kichikla bu zaminga kelgan turuqliq, nemishqidir og'zingdan vatan degan so'z tushmaydi. Bu hissiyotingni men tushunolmadimmi ya? To'g'ri qizim. Men bek kichik vatandan ayrilgan. Vatan zimini menga osh, non, suv, yer, boyliq, barliq narsalarni berdi. Meni tarbiyalab o'stirdi. Meni o'z qo'ynida baxtli qildi. Ashu sabiy kichik chaqlarimdagi ko'rinishlar kino linsidek ko'z oldimga keladi. U o't men vatandan ayrilgandan keyinmi shurkimda yelinchab, saatili o'shmadi. Shunga vatanga berib, ota-onam turgan yurtni, xalqni ko'rishga tashna bo'lib ketdim. Shu vaqtidan o'zim tutib ololmadim. Saatili tutib ololmadim. Ananing yoshlari eqib, yo'l qo'riq tushgan, so'lashgan olmadak yuzini namdidi. Opa, yaxshi davolanib doktorxonadan chiqqin, ondan seni vatanga biz bil ilib boramiz. Bo'lamdi. Ananing chehriga baxtiyorlik kulgisi yugurdi. Zulfiya bilan Olmaz uyga qaytib kelganda, Jur'at bilan Umid choy ishkash paranjib o'tiratdi. Ular ittik o'rnidan turib, "Opa, dada, cho'ng opam qandaroq?" deb so'radi andishi bilan. "Yaxshi, bolarim, cho'ng opanglar yaxshi bo'lib qoldi. Kechda sestralar o'zlari qaraydi ekan. Biz texi hozir doktorxonaga berib, cho'ng opamni ko'rib kelaylik deyishvatgan edik", dedi Umid. "Bo'ldi, at beringlar bolarim." Ikki o'g'li bir-biriga qarab, yana opasiga ma'nlik qarab ketishdi. Ularning qandaqdir biror gapi bordek qiladi. Shunga Zulfiya ikki o'g'liga qarab turdi. "Opa, Umid ikkimiz Moskvaga berib kelaylik degan edik", dedi Jur'at. Zulfiya bu gapni anglab jiddiylashib ketdi. Sotlana bu yerdan ketgili endi bir oy bo'lgan tursa, yana shuni izlab boramdigandu. U yerga borsa, yana nima ishlar bo'lib ketar ha? Uning salomatligi endi yaxshilangan tursa, nemishqa tasaddibiy bu gap chiqib qoladi. Deganlar chaqmoq tezligida ko'nglidan kechdi. "Opa, nima bo'ldi?" deb so'radi Jur'at. "Moskvaga berish xiyolda qapsan bolam. Meni ansirtadigan ishni qilmasang bo'lmamdi." "Opa, nimalarni o'ylab ketding? Bu mundaq ish. Hele Mavlon Xo'jayev bovam telefon berib, Umid bilan meni Moskvaga kelinglar. Sovet ittifoqidagi yoshlarning zo'r faoliyati bor. 3 kun faoliyatga qatnashib, ondan o'ynab ketinglar dedi. Gap shu. Hech bir ansirgidek ish yo'q. Shunga sizlardan maslahat so'rayli deyishdik", dedi xushxo'ylik bilan. "Yaxshi gap ekan", dedi Olmaz. "Bugun kech bo'lib ketdi, uxlayli. Qani, ati bir nim deyisharmiz", dedi u Zulfiyaga qarab.
Şunda qilayli. Bir necha kundan beri ikkimiz tuzukroq ko'z yummadik. Sizlarmi uxlanglar. Deb ikkilan hujrasiga kirib ketdi. Biroq har ikkisining uyqusi qochib ketdi. Zulfiye, dedi Almas g'amga cho'mib. Juratning so'zini angladik. Mavlon Xo'jayev tog'imizning yaxshi ko'ngli ham shu bahonada ular bilan ko'rishidi. Uning ustiga Umidningmi Moskvani o'tda ko'rgisi bor. Biroq ansiraydiganim Jurat Sutlana bilan ko'rishmay qolmaydi. Biror chatoq chiqmasi bo'ladi deyman. Shu emasmi? Menmi Moskvaning gapi chiqishi bilan shuni o'ylab ketdim danga. Qanday qilsak bo'lar? Hozir uning yuragi azobdan to'lg'inib atgan, qizga chiday olmayotgan paytda dili texim nozik bo'lib ketdi. Men so'zishib boqay. Deb Zulfiya kiyimini ortib chiqib ketdi. Jurat, uxladingmi o'g'lim? Yo'q apa, gap bormidi? Qishimga chiqqina bolam. Ma'qul. Jurat kechilik kiyimi bilanla darhol yotoq uydan chiqdi. Kela o'g'lim, birdan paranglashayli. Zodi Moskvaga borg'um bormi? Borg'um bor. Uning ustiga Umidni o'ynatib kelay deb o'ylagan edim. Mendan ansirayotamsan nima? Rost, bolam, Moskvada bo'ldi apa. Moskva degan shuncha cho'ng shahar tursa, Sotlana bilan uchrashib qolmasman, dedi bir qismi bo'lib turib. Bilib turibdiman, uni seg'inayotsan, ko'rgin kelyotdi. Shundaqqa. Jurat ig'ir tinib ko'zini chim yumib oldi-da. Apa, sana rostini aytay. Mush bir oydan beri uni aslamagan, o'ylamagan, seg'inmagan kunim yo'q. O haqiqatan yaxshi qiz edi. Meni shunchalik so'yatdi, menga shundoq kuyatdi. Bichora mendan ayrilib qanchalik azob chekayotgandi deganlarni o'ylaganimda, seni dadam bilan shuncha uzoq yil ayrilib qandoq chidagandi, qancha azoblangandi deganlarni xiyol qilib, sana bek ichim og'rib ketdi jinim oppa. Muhabbat degan ajoyib bir pok tuyg'u ekan. O millat ayırmaydı ekan, davlat ayırmaydı ekan. Bir-birini yaxshi ko'rgandan keyin yurakning to'mirimi bir-biriga tutishib ketdi ekan. Mening bir oydan beri yeginim ash emas. Dunyo men uchun qorong'u. O telefon nomerini aytib berdi. Telefon qilsam elibdi yig'laydi. Gapmi qila olmaydi. Men telefon trubkasini tutib ig'ir tinaman. Men sana yurak so'zimni aytdim. Apa, rastini aytsam, uni yana bir qatim ko'rib olsam, uning bilan xo'shlashib olsam, uning ko'nglimi, mening ko'nglimmi aram topadi. Ondan biz bir-birimizni unutishga majbur bo'lamiz. Chunki u to'y qilgan bo'lishi mumkin. Bicharaning qanchalik azoblanganligini tushunaman, apa. Jinim o'g'lim, kel yenimga, kel. Jurat o'rnidan turib, apsining bag'riga o'zini tashlab, shundoq ichinishlik bir holda yig'lab ketdi. Zulfiya o'g'lining yeshini sirtayotgan bo'lsa-mu, o'zining ko'zlari yosh bilan namdaldi. Kecha har ikkisi uxlay olmadi. Zulfiya o'g'lining ko'ngil azobiga zotali chiday olmadi. U odam nima uchun bu dunyoga keladi? Nima uchun o'zi xohlagan ishni qila olmaydi? Erkinligi shuncha ko'p cheklamaga uchraydi. Men o'g'limga azor berdimmi? deganlarni o'yladi. U o'g'lining Sotlana bilan yurganini dastlabdala qabul qila olmagan. To'yig'imi qo'shilmagan edi. Shundoq bo'lsa-mu, to'yini qilib qo'ygan. Amdilikda o'g'li yana shu tarafga eg'iyotdi. U shu qiz sababidan ig'ir yaralangan, hayoti xavfga uchragan emasmidi? Hozir u qiz to'y qilgan bo'lsa, Juratning uning bilan ko'rishishi texmi yomon oqibat keltirmamdi. Chatoqning cho'ngi chiqarmi? Deb pichirladi Zulfiya. Qandoq qilay? Bu tarafga qarasam, o'g'limning muhabbat dardida yuragi pora. U tarafga qarasam, u musulmon bo'lmasimi, biroq uning xumi Alloh Juratning kuyib o'tini salgan.
İki aşık məşuqның көзіден аққан yaşqa çıdap turğulu bolmaydı. Mənmu uzaq yıl köyük dərdini, hicran azabını tartqan edim. Көз yaşlarım dərya bolup aqqan edi. Oğlumның dərdiga dərman bolay. U faqat u qiz bilan xo'shlashib olay dedi xo. Bo'pti. Tangrim, o'g'limni o'z panohingda saqlag'in. 2 yoshning diliga azar berishdan qo'rqdim. Uni Moskvaga berib, ko'nglida o'ylaganlarini qilsin. Murodiga yetsin ilohim. 56 bab. Cüret bilen Ümit Moskvaga yetip geldi. Bu dekabr aylarının ahırı bulup hava qattiq soğuk. Şıvırğanda qar ushqullab turatdi. Ular çamdallarını götürüp taksi tosmaqçı bulup turganda yenigila bir pikap kelip to'xtadi da birdasigil götürgen Sotlana pikapdan tushdi. Cüret onun qarşı algılı chiqqanligiga shunchalik xo'sh bo'lib ketdiki, ixtiyorsiz chamadonni tashlabla onunğa qarab yugurdi. Sotlana, men seni söyümen, dedi o hayacan bilen. Sotlana mı? Qadirlikim, seni tüt köz bilen kütken edim. Mana, ahir keldim, seni qarşı alaman, deb özünü yigitning bag'riga atdı. Ular bir-biriga qayt qarışıp qizg'in quchoqlashdi. Her ikisi xo'shalligini basolmay qoldi. Sotlana arqadan Ümit bilan quchoqlashib ko'rishdi. Nega boramiz? deb so'radi Jur'at salpal tangirqab. Mehmonxonadan yotoq ilib qo'ydim. Ular pikapga chiqdi. Jur'at pikap haydayotgan Sotlanadan ko'z uzolmaydi. Qizmi uning chiroyiga zo'q bilan qarab kulimsiraydi. Xo'shalliqqa, muhabbatga to'lgan hayajonli minutlar davom qilmoqda edi. Ular pikap bilan yarim soat atrofida mong'andan keyin ko'p qavatli bir mehmonxonaning oldiga kelib pikapdan tushdi. Sotlana ularni boshlab mehmonxonaning zaliga kiribla 2 oshqushni ilib lift bilan 24-qavatga chiqdi. Yotoq uncha cho'ng emas, 2 kishilik karvat qo'yilgan edi. Ümit tasliq uyga kirib ketdi. Bir-birini seg'inib, ko'rishishga tashna bo'lib ketgan Jur'at bilan Sotlana quchoqlashdi. Bir-birining hidini qonmay purashdi. "Men seni suyuman Jur'at", dedi u xushqo'yliq bilan kulimsirab. "Meni seg'indingmi?" "Menmi seni suyuman Sotlana. Sen ketgandan keyin ho'sh kallamni yo'qotdim. Hijron azobiga zodli chiliy olmadim. O'zingchu qandaroq turibsan?" dedi onunğa səpsilib qarab. "Hey, nimsin deysən? Mecburi ayrılgan turmuş, yana mecburi qılınadigan to'y qandaq bolmoqchidi? Kunlarim seni o'ylash bilan o'tyapti. Yangi yildan keyin Ivan bilan to'yimizni qilmoqchi. Shunga ular to'y tayyorligi bilan aldirash. Men bo'lsam bag'raman yuribdiman. Seni yana bir qitim ko'rishga tashna bo'lgan edim. Mana seni ko'rdim. Bu mening baxtim, xo'shalliqim." Ümit tasliq uydan chiqqandan keyin Jur'atmi yuyinib chiqdi-da, orqadan tamoqqa chiqishdi. Tamoqxona shundoq cho'ng bo'lib, liqqida odam bo'lsa-mu, shunchalik jimjit, varang-churungdan xoli, velkalarning ovozimi, tamoq yeyotgan kishilarning ovozimi anglanmaydi. Har bir kishining oldiga patnosda bir parcha bulka, bir parcha to'g'ri pachiqi, suvda pishirilgan tuxum, mayda qo'rilgan baranga, bir istakan pomidor qiyomi keltirildi. Ular tamoqdan keyin Mavlon Xo'jayevning uyiga bormoqchi bo'ldi. "Undaqda kech soat 5 bilan sizlarni olg'ili boraman", dedi Sotlana. "Biz bugun kechda O'zbekiston restoraniga berib o'ynaymiz." Ümit ittik Jur'atga qaradi. Jur'at Sotlanani chetga tortib, "Biror chatoq chiqib qolmasa?" dedi andishi bilan. Sotlana zangar ko'zlarini o'yintib turib, "Ivan Leningradga ketgan, bir haftaga kelmaydi, xotirjam bo'lgin", dedi. "Ota-onangchu?" "Ular bilmaydi. Bo'ldi, andish qilma, kechda ko'rishaylik", deb Sotlana ularni Mavlon Xo'jayevning uyiga olib qo'ydi. Ular kechda O'zbekiston restoraniga keldi.
Restoranning bezilishi, tamoqlari odamga xuddi Toshkentda o'ltirgandek tuyg'u beradi. Restoran sahnasida o'ltirgan o'zbek, rus sozandalari avval o'zbekcha, turekcha naqshlarni aytishdi. Ondan ruscha naqshlarni aytib, o'ltirganlarni o'rnidan qo'zg'atdi. Hammaylan qiyri yosh ayol demasdan usulga tushib ketishdi. Restoran qaynam toshqinliqqa cho'ndi. Umid Sutlanaga diqqat qildi. U burunqidek tamoq chekmadi, haraqmi buyurtmadi. Jur'at: Sutlana, qizil haraq buyuraymi? Deyishiga u: "Yo'q, men haraq tamoq tashildim. Bo'ptimi?" dedi. "Bek yaxshi bo'pti", dedi Jur'at xo'sh bo'lib. Sutlana Jur'atni sirtqa chiqishga taklif qildi. Ikkisi birga sirtqa chiqdi. Bütün atrof qilin qor bilan qoplangan oq qiyin, orcha, qarg'a shoxlari qor guliga purkangan edi. Bu intayin go'zal kecha bo'lib, to'lgan oy ko'cha chiroqlari sirtni kunduzdak yo'ritgan edi. Bu bir juft yosh shunchalik xo'shal bo'lishib, qiladigan qiliq topolmay qilishdi. Ikkisi daraxtlarning orasidan yugurishib, bir-birini tutatdi. Heli bo'lsa mo'kini berib izlashatdi. Ular 10 metr yiroqqa berib, bir-biriga kang quchoq ichib yugurib keladi-da, bir-birini chin quchoqlashatdi. Yana ajrab, yana mo'ki-mo'kilan o'ynaydi. Ajoyib tinch bu go'zal kechada ikki yoshning kulkisidan, xo'shal tinishlaridan boshqa ovoz yo'q edi. Go'yo kang zamin, dal-daraxt, oppoq qorlarmi ular uchun xo'shal bo'layotgandek edi. Qor kumush to'shak bo'lsa, tinch kecha ularga zo'r havas, ishq o't beg'ishlaydi. Ular yana ko'lishkinicha quchoqlashdi, Sutlana qorga yiqilib o'ltirib oldi. Jur'at uni turg'izay degicha Sutlana uni tortib qorga yotqizdi. Ular qor ustida pomlaqlashib o'ynashdi. Shuncha sovuq havo, nashtardek sanchilayotgan shivirg'an bularga qilch ta'sir qilmaydi. Ular o't kavob bo'lib bir-biriga o'zini tashlaydi. Quchoqlashib, suyishib, yuraklariga lazzat, chanqoq lablarga huzur berishadi. Jur'at, esingdami? Biz yangi muhabbatlashgan vaqtimizda Moskvaga kelib, mana shunday xo'shal-xo'ram o'ynagan edik. Men qor yog'sila shu kunlarni eslayman. Sen-chi? Sen bilmaysan. Tunji muhabbatlashgan qiz, tunji suyishish unutilmasdir. Sen menga bizning to'y qilishimiz taski to'xtaydi deytding-ku. Shundoq. Men shundoq degan edim, biroq sen bu so'zga e'tibor qilmading. Shundoq. Men sening so'zingga parvo qilmagan edim. Har ikkisi hasratlik tinib jimib ketdi. Yana eg'iz ichishdan qo'rqishdi. Chunki mushunda xo'shal, hayajonli minutlarning davomlashishini xohlaydi. Jur'at, dedi qiz uning bag'riga bosh qo'yib. Men oilaning bir tal qizi, senmi bir tal o'g'il. Shunga ular bizning to'yimizga qo'shilmadi. Men dadam bilan jiq etishib, uningdan bak ranjigan edim. Dadam uzoq yil O'zbekistonda xizmat qilg'ashqa, har qaysi millatlarning dini, urf-odati, turmush usuliga bak hurmat qiladi ekan. U menga: "Qizim, sen mendan bak ranjib yurding. Menmi yoshlik, muhabbatlik davrini boshdan kechirgan. Sizlar nurg'un ishlarni bilmaysizlar. Hozir bo'lsa-mu so'zimga quloq sol. Mening to'yga qo'shilmaginim, u yigitmi uyda bir tal e'tiborli o'g'il ekan. Yigit texi sendan kichik ham noit aqlliq bir student ekan. O'zbekistonda nurg'un musulmon millatlari bor. Ularning necha ming yillik tarixiy, madaniyat va san'ati, turmush odatlari bor. Tarixda ajoyib shuhratlik davrlari bo'lgan. E'tiqodi, diniy asos kuchli. Burun bir qism yoshlar birdamlik hissiyatga tayinib to'y qilgan bo'lsa-mu, bir oilaga kirgandan keyin uy tutolmagan. Rus millati bak erkin, musulmon qizlari itoatman. Ular uy, farzand uchun jon beradigan xalq. Seni aytsam, o'zbeshim, erkin, hatto meni opangni po'sh demaysan. Sen jur'at bilan to'y qilding deyli, balang cho'ng bo'ladi. Umi o'z millatimga beraman yoki shulardan qiz olaman deydi. Tabiiyki, sen shundoq o'ylaysan. Hatto sizlarning balanglarmi shundoq qiyin tanlashga duch keladi. Eng qiyin kunlar shu vaqtda boshlanadi.
Şu sebepler tüpeyli toyunlarını toskan edim. Hayriyet, sizler toy kıldыңlar. Men sizlerni mecburi ajraştırıp ettim. Yigitning apsımı oğulning sen bilen toy kılışını toskan boluşı ve yaki onu qayıl kılalmay seni köңlüge sığdıra almagan ahval astıda oğlunun köңlü üçün toy kılıp koygan boluşı mümkün. Toy yigitning iğir yarınışı bilen xulaslendi. Hatta onun hayat xavfga uçurdi. Mening yürükime taş emas. Mening nurg'un musulmon do'stlarim yiqildirim bor. U yigitni yo'qlashni, uningga yordam berishni o'ylagan bo'lsam-mu, o'zimni qattiq tutib oldim. Shunda qilmagan bo'lsam, sen uningdan ayrilmayding. Moskvaga ko'chib kelishmi shu sababdan bo'ldi. Her nima bo'lsa, endi ish yaxshi bir taraf bo'ldi. Buningdan keyin sizlar do'st, saboqdosh sifatida izlasanglar bo'ladi, qizim, dedi. Menmi ko'p o'ylab uning fikriga qo'shildim. Gerçi bizning muhabbetimiz intayin tabiiy, saf, chin yurakdan chiqqan muhabbat bo'lsa-mu, buni davomlashtirish imkoniyatimiz yo'q chiqdi. Biroq chidamoq bek tas ekan, dedi u jur'atni chin quchoqlab. Jur'at bu masalani uncha cho'nqur o'ylab ketmagan edi. Buni faqat yuqori tuvanlik, oliy turmush bilan odatdagi turmush kechirishning farqi deb qaragan edi. Şuna apsının yalvurub yelinib degan sözleri qoluqaga kirmagan, anglashni xalmagan edi. Gap qila Jur'at, nim bo'lding? dedi Sutlana, onun quduqqa tushgan tashdek jimib ketganini ko'rib. Sutlana, suyimlikim, dedi Jur'at ig'ir tinib. Biz yoshlar cho'nglarning nasihatlariga, yaxshi ko'ngil bilan aytgan so'zlariga quloq solmaydi ekanmiz. Rastını etsem, menmu dastlabda seni bunchavala yaxshi ko'rib qolarman deb o'ylamagan edim. Senden ayrılıp bir aydan beri intayin azaplanib, sening yaningga kelishga aldırgan edim. Mana keldim. Biz endi oq qorni farq etganda qilamiz. Gerçi ayrilish azap bo'lsa-mu, nima ilojimiz bor? Bu ishlarning avlodlarimizga ta'sir yetkazishini zodli o'ylamabdi ekanman. Sen rastlı bu ishlarni ko'nglingdan o'tkazdingmi? Ha, mayli sen yoki men to'y qilayli, biroq yurakimizning bir yerida ikkimizga taalluq bu muhabbatni saqlayli. Mening so'zimni anglasang, sen oldi bilan to'y qil. U vaqtda menga sal oson bo'ladi. U to'y qilib ketdi deb ko'nglim joyiga tushidi. Bo'lmaydi. Mening o'qishim bor. Endi xeli chaqqichi to'y qila olmayman. Seni aslab bir mazgil yashayman. Ikkilan chin quchoqlashdi. Ümit yalğız qalgan, kirib ketayli, dedi Jur'at qizga. Mening maylimchi bo'lsa, bir kecha mushundaq o'ltirgan bo'lsaq deyman, dedi Sutlana tasta o'rnidan turib. Ular bir haftani yoshlar birlashmasi uyushtirgan fan texnika ko'rgazmasi, leksiya anglash, har xil ko'rgazmalarni ko'rish bilan Mavlana Xo'jayev oilasida mehmon bo'lib o'tkazdi-da, qaytish tayyorligini qildi. Menish oldidagi oqshimi bu bir jup oshiq-ma'shuq yana yotoqdan chiqib ketdi. U kuni qor lapildab yig'iyotdi. Ular ko'chada bir-birini qo'ltiqlab piyoda ketiyotdi. Ularning oyoq ostida qor g'ichirlaydi. Ikkisining so'zi bir-biriga bo'lgan muhabbatli qarashlari tugamaydi. Ular qo'ltiqlashib ketayotgan bilan yuragi, bag'ri azobdan to'lg'anadi. Aralab kaynidan goh oldi tarafdan kelayotgan taksi sho'pirlari ularga qarab signal beradi. Gohi mast yigitlar ularga qarab isqirtadi, kulishadi. Biroq ularning tarvoyi pelak. Her ikkisi yurakdagi so'zlarini og'zidan chiqarmasdan xuddi bir-biriga tasalli, kuch-quvvat berayotgandek mengishadi. Ajab to'nglab ketdim, dedi Sutlana yosh to'kib turib. Jur'at stolga yeniga kelib, uning yuziga qarab, yuragi itishib ketdi. Qizning yuzida yoshlar qetib qolgan edi. Uni bag'riga chiqib besib, yuzlarini siladi. Mangziga yiqib, u yosh to'kdi. Ikkisining yuragi bir-biriga tutash bo'lib ketgandek, yoshlari qitilib ketdi. Jur'at, sen mening qalbimda, yuragimda, bag'rimda yashaysan. Bilamsan, mening hozir ko'nglim shundoq yo'riq bo'lib ketdi. Nurg'un ishlar ko'nglimdan o'tdi.
Sultana tas qaldı. Senin balan mening qo'rsqimda. Uni tug'ib cho'ng qilaman. Uni ko'rsam, seni ko'rgandek bo'laman, degili. Biroq u o'zini tutib oldi. Jur'atning turmushini xotirjam o'ssin deb cheksiz xushalligini ichiga yutibdi. U bir necha kun burun doktorga berib ko'rinib edi. Doktor uning qo'rsqida bolasi borligini 40 kundan oshqanligini aytgan. U buni anglab xushalligida qiyniga sig'may ketgan edi. Men seni herkes unutuy olmayman. Mana biz ayrıldıganга yana necha soati vaqt qoldi. Nemishqa bundaq bo'ladi? Zati nemishqa? Biz bugun bir kechani billa bir yerda o'tkazmay, nemishqa ko'cha aralab yurdik. Men bek ahmaq ekanman. Bu faqat oxirgi kechimiz bo'lsa-mu maylidi, dedi Jur'at hasrat chekib. Meningmi o'tdek qizg'inligim, havasim bor Jur'at. Biroq unda qilsaq bir-birimizdan ayrila olmaymiz. Unda qilsaq azob ustiga azob bo'ladi. Shirin xiyollar bizni qiynaydi. Biz va'dlashdik. Endi va'damizni turayli. Biz do'st bo'lib o'tayli. Ma'qulmi? Qiziq gap bo'ldi. Biz muhabbatlashib, er-xotinmi bo'ldik. Endi qandoq do'st bo'lib yashay olamiz? Bu qitim seni ko'rmasam bo'pti ekan. Bo'ldi, azoblanmag'in. Biz ayrilish azobiga chidaymiz dedik-ku. Qadrlikim, meni oxirgi qitim bag'ringga besib, yuragim qonxo'dak so'yib qo'ygin. Ikkimiz endi ko'risholmaymiz. Nima degan ichinishliq ish ha? Mening so'ygan qizim, yorim, ayolim endi boshqa kishining bo'lib ketadi. Boshqa kishining. Men qandoq chiday? Jur'at bu azobga bardoshlik bera olmadi. Istolbiga yo'linib, azobda turib qoldi. Taksi, dedi Sotlana bir taksini to'sib. Bir taksi ittik burilib, bularning oldiga keldi. Sotlana Jur'atni yo'lab, taksiga chiqarib, yo'l bo'yi yolvorib, yelinib, mehmonxonaga keldi. Tong atqanda ularni aerodromgacha uzatib chiqib, yig'lab turib xo'shlashdi. Jur'at bilan Umid Toshkent vaqti kech soat 6 bilan uyga yetib keldi. Apsi, dadasi va cho'ng apsi u ikkisini shunday qizg'in qarshi ilib bag'riga bosdi. Zulfiya o'g'li Jur'atning ruhiy holatiga qarab yuragi xil joyiga tushdi. Chunki o'g'lidagi tushkunlik, g'iriblik, miskinlikning o'rnini bir xil xushlik egallagan edi. Jur'at uy ichiga sapsilib, "Nima? Sizlar safar tayyorligi qilib otamsizlar?" deb so'radi. "Shundoq o'g'lim, cho'ng opang vatanga berishga taqozo bo'lib, kunlarni sanab o'tkazib o'tdi. Shunga sumkalarni tayyorlab qo'ydik. Ikki yigit o'qishinglarni o'qib, tamoqni maktabdan yeb turarsizlar", dedi Zulfiya yiqimliq kulimsirab. "Ohoy", dedi Jur'at ko'zini qisib. "Endi uy, Toshkent bizga o'ng chiqibdi ukam. Ala sharingni, jahonning fayzini suradigan bo'ptiq-da", deyishiga uyda kulki ko'tarildi. "Xudoyim buyursa, orzuyimga yetadigan bo'ldim bolalarim", dedi momisi hayajonini bosolmay. "Biz vatanga berib, yurtimizni, shu yerdagi ota-onamizni ko'rgan xalqni ko'rib kelaylik. Yurtning to'pisini ko'zimizga surtib, suvlarini qong'udak ichib, toza yayrab kelaylik. Ashu azizlarimning qabrisini ziyorat qilaylik. Bek yaxshi bo'pti. Meningmi o'qishim tugaganda Umid ukam meni vatanga boshlab bordi-ku, ha?" dedi Jur'at Umidga ko'z qisib. O kuni kechicha bular ming bir kechining hikoyasini aytgandek mungdashib, saharga yaqin ko'zni yumib olishdi-da, choydan keyin aerodromga qarab mengishdi. Mana ular o'ltirgan aeroplan, vatanga uchgan aeroplan gurkirab ko'kka ko'tarildi. 2009 9 aprel Urumchi. Aziz qayrindishim, shuning bilan bu romanning 3-qismi tashnalikda o'tgan kunlar
ni o'qib tugatdim. Bu qismdagi voqealarni tövəndikidək qısqacha xulasalab beray. Rayhon yo'ldoshi Abdurahmon tugab ketib, ig'ir kunlarda yurgan shu kunlarda qizi Zulfiya o'zining homildor ekanligini aytib, opasini xush qilib etdi. Bu xush xabarni Olmosga yetkazish uchun pochtaxonaga xat salg'ili borgandila, ikki davlat o'rtasidagi munosabatning buzilib, chegaralarning taqalganligini anglab, cheksiz azoblanadi. Opasi Rayhon bo'lsa, o'z beshiga kelgan rahimsiz taqdirning o'z qizining beshiga kelganligidan cheksiz hasratlanadi. Lekin ana bola ikkilan umidlik yashashga bel bog'laydi. Zulfiya Toshkentda bir o'g'il tug'di. Oningga Jurat deb ism qo'ydi. Xo'sh, endi gapni Urumchiga og'diraylik. Zulfiya Urumchida o'qiyotganda uning bilan do'st bo'lib o'tgan, Toshkentga berib o'qishni bahli orzu qilgan, lekin Toshkentga berib o'qish fursatiga erisholmagan qiz. U o'rta maktabda o'qiyotgan chig'ida Olmosni yaxshi ko'rib qolgan. Olmos Toshkentga o'qishga ketganda, uning ustiga Zulfiya bilan to'y qilganini anglaganda ko'p azoblangan edi. Keyin ikki bolasi bor bir kelishgan artistning uyini buzib, ota-onasining qarshilig'iga pisand qilmay to'yni qilib olgan ham u artist bilan bir bolalik bo'lgan edi. Zulfiya bilan Olmosning Urumchiga kelishi dastlab Zuhraning oromini buzdi. Keyin Olmosning Toshkentga ketalmaganini anglab, ichiga jin kiradi. U uyida savog'doshlar uchirishi o'ltirishi berganda, aroqni ko'p ichib, xudini yo'qotgan Olmosni uyda qondirib oladi. Natijada Olmosdan homildor bo'ladi. Shu sababli yo'ldishdan ajrashadi, Olmosni o'zi bilan to'y qilishga majburlaydi. O chaqlarda Olmos Zuhra bilan to'y qilmasa, istil xatolig'i deb qarilib, har ikkisi xizmatdan haydalgan, emgak bilan o'zgartish maydonlariga avatilgan bo'ladi. Olmos noiloj Zuhra bilan oddiygina murosim o'tkazib to'y qiladi. Lekin Zulfiyani hech qachon unutib qolmaydi. Zulfiyami Olmosni seg'inib azor chekadi. Ular xat yozishadi. Lekin pochtaxonada ishlaydigan Zuhra ularning xatlarini yoshirib olganlikdan xatlar bir-biriga yetkazilmaydi. Olmos bilan Zuhra bir o'g'illik bo'ladi. O'g'liga Umid deb ism qo'ydi. Aradan nurg'un yillar o'tib, ikki davlatning munosabati yaxshilanib, chegara echib etildi. Zulfiya Urumchiga keldi va Olmos bilan ko'rishdi. Zulfiya Olmosning o'zini hech qachon unutmaganligini, o'zini yana burunqidek so'ydiganligini anglab shodlanadi. Keyin Olmosning Zuhra bilan to'y qilganligini bilib, qattiq azoblanadi va Olmosga xo'shmi demay Toshkentga ketadi. Olmos Zuhra yoshirib olgan xatlarni tepib oladi, ham qattiq nafratlandi. Zuhra o'zining azaldan Olmosning teniga erishgan bo'lsa-mu, hech qachon uning muhabbatiga erisholmaganligini va bundan keyin uning bilan birga yashash imkoniyatining butunlay bitchit bo'lganligini to'nib yetib, Olmosdan ajrashib, burunqi artist eri bilan yenishib oladi. Zulfiya o'g'li Juratning to'yini qilish munosabati bilan Olmosni Toshkentga chaqirdi. Olmos Toshkentga berib, Zulfiya bilan ko'rishdi va Zulfiyaga qayta to'y qilish taklifini qo'yib, uning bilan yarashib oldi. Hasrat, nadomat bilan puchalangan yuraklar visolga yetib, saf muhabbatlik hayot qayta boshlanadi. Olmosning Zuhra bilan bo'lgan o'g'li Umidmi Toshkentga o'qishga keldi. Zulfiya Umidni nihoyat qizg'in kutib oldi. Jurat bir rus qiz bilan to'y qildi. To'ydan keyin qizning burunqi yigiti Jurat bilan jidallashib, uningga pichoq selib etdi. Juratning dadasi Olmos va inisi Umidlar qon berib, Jurat hayot qoldi. Keyin ayolning oilasidagilarning besimi bilan majburiy ajrashdi. Lekin har ikkisi do'st bo'lib o'tishga, saf muhabbatini yuragining cho'nqur qatlamlarida saqlashga va'dalashdi. Ana yurtidan bola chaqlarida ayrilgan Rayhonning o'z vataniga qaytish orzusini amalga oshirish uchun Olmos Zulfiya bilan Rayhonni elib, aeroplan bilan Urumchiga qarab yo'l oldi. Hurmatlik anglarman qayrindishim. Shuning bilan Tursunay Yunusning Vatan Söygisi nomli 549 betlik romanni o'qib tugatdim. Sizmi bu romanni anglab tamomladingiz?
Bu romanның әң ақырқы бөлігінің Улуғ Рамазанның арпысық тоғыр келішіне ойлапын бақмаған едім. Bu hal meni to'lim suyundirdi. Men kasbiy diktor emas, faqat bir kitob xumori bo'lish supatim bilan bir esli kitobni ko'plab kishilarimizning bilishi uchun biroz mehnat qildim deb deyalayman. Bu romanni unga ilishni boshlagandan tortib, toki bugunga qadar 3 oyga yaqin vaqt ketdi. Romandagi voqelikning jalbkorligini oshirish uchun romandagi personajlar dialoglarida ularning xarakteriga moyilroq ovozda o'qishga tirishdim. Romandagi personajlar xafa bo'lib, terikib, vaqirganda tang vaqirsam, ular kulganda tang kuldim. Yig'ilganda ular bilan tang yig'ladim. Anglarmanlarning yip uchini yuttirib qo'ymasligi uchun har bir qism tugaganda shu qismdagi voqelikni qisqacha xulosalab o'tdim. Albatta, nurg'un kishilar kitobni o'zi bevosita o'qishni yaxshi ko'rdi. Shaxsan men dal shundaqlarning biri. Yana ba'zilar vaqtining qisliqi yoki boshqa har turli sabablar tufayli unlik asarni anglashni xohlaydi. Mayli qaysi xil tanlash bo'lsin, muhimi kitobdan ayrilmaslik. Shuni unutmaylikki, bizda kitob bilan o'tgan hayot guliston, kitobsiz o'tgan hayot zimistondir degan gap bor. Oxirida mazkur asarning unlik nusxasining sifatining yaxshi bo'lishi ham turbatga vaqtida qo'yilishi uchun menga hamdam bo'lgan qizim Dilfiruzga rahmat aytaman. O'z navbatida yana kitob o'qish munbiriga kirib, romanni qiziqib anglagan sadoqatman anglarmanlarimga tashakkur aytaman. Yanami ko'p qarindoshlarimning bu mehnatimdan bahr elishiga tilakdoshman. Ulug' Ramazonimiz xayrli bo'lsin. Allohga omonat.